Assalomu alaykum ekranlik aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar xeyirlik olsun. Men Adil Uyg'ur, Uyg'ur Tadqiqot instituti nomidan hammanglarga samimiy va qizg'in salom yo'llayman. Biz qoldirayotgan programmamizningki bugungi yangi mehmoni bo'lsa, muajiratdagi ko'p qismimizni tanishib qolgan, o'zining hayotida hozirgacha 29 asar yozgan, shundaqla 1500 dan ortiq maqola yozib, xalqimizningki ma'naviy hayotini betib kelayotgan ehli ilim, alim, ölüma Muhammed Yusuf efendim oldu. Muhammed Yusuf efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz aldı bilen sizin hazırkıdak bu bir seviyeye iyi buluşunuzda, bu sağlam bir dünya göz karşınızga sahip buluşunuzda ve muşundaq bir mol kişilerin yaratışınızda elbette sizinki ailenizin intihar bir töpüsü var. Aileniz hakikaten bir çonkur tesir var deyişki buldu. Ondaqda sizin şu bir aileniz hakkında bir söz ettiremsiz. Buldu. Mening ailem okumuşluq kişilerden terkip tapgan ekan. Anam jiq kitap okuydi. İşlemeydi, bizni baqatdi ama. Bek jiq kitap okuydu, jiq Kur'an okuydu. Dadam işleydi. Muşu ailede her kadar kişilerge özümüzün tecrübesini dep koyduğumuz keledi. Ailedeki aşı birinci terbiye insanın bütün hayatına tesir kıtkan asaslı terbiye eken. İnsanı biz mektep terbiyeleydi deyip oylayımızken mektep emez aile terbiyeleyken. Aile terbiyelep kadar faziletlik bulamdı o ya onun aksi bulamdı o imanlık bulamdı onun aksi bulamdı o. Birinci katımda biz ak kağız olan şu ak kağızga neme yazılsa keyin onun üstüge yazılganlarının hemisi kep kalıp aslında kep kaldıkken. Aileninki tesiri bana nayet zor boğan. Anam intayın rastçıl ayaldı. 30 yıl burun vefat olup gitti. Anam qat'i yalgın etip bakmagan hem de. Hatta qo'shnilarmi bu Patamxon yalgın etishini bilmeydi deydi. Aşında bir fazilette terbiyeligen. Dadam prinsipçi adamdı. Prinsipli için turgan adamdı. İkisininki nimisini men ağan hem de. Hatta şu qandaq iş olsa rast gap qilgan desa, ma'qul deb hammaga rast gap qilmanda bir kuni mektepte başlangıç mektepte o'quvchilar bilan hamisha bunda juma namozi bo'lgan vaqtda jumaga qechib ketdik-da, jamali endi hech vaqt 80-yillar endi. Qilganiga shuni boshqa bolalar o'ynab kechikib kelsa, ma'lum gap qilmay, bizni nagvadan deb so'rasa biz jumaga bordik deb dedikcha, shunda desak bizni rasmiy jazolayman deb qo'rqitib endi qildi, o'g'i shu kuni xo'sh xafa kelib anamga bunda başkaları oynayıp keçip gelsek yapılmaz. Biz cümleye görüp gelsek, burada tilavatı da olsak, dadam, size cümleye vardım değil mi? Oynayıp geldim, sen bomba deyilse, anam nimişkanda deydi, cümleye vardım deyilerdin. Rast yapıp, üzerine muallimege yalgan eytam sen de aynı diyen. Şunu yalgan, hem yerde rast yapılış gerekken de, yani bir kısı var hem de. Bir katım, boğamın uydu çıkıp, turattım küçük vaktimde. Boğam, bunda çok beği var. Ve yüze içkirden Xitayning qari choyini aklib choy satgan qarang'uvozachi-da, qarang'uvoza deydi mi ular shu chog'da. Shu choyini aklib satadi. Bir kuni endi shu bir yana ko'lab, shu uyninki bog'ning bir yana ko'lab, bir narsa ko'mginni ko'rdimda. Keyin uni men shuni ko'rdim. Keyin u saqchilar izlab kelib bu qarang'uvozachi ekan deb uyini izlab kim chiqib qolgan, uyini izlab hech nima topolmay bağını iyak bir qarab, buvan bir yer bines kömdüm dese, şunun aslında bir yer kömde deb çıkıp koysam, şunun degen beriplar, aşağı yuğan bir zıxni bir sancıkta aşağı nimeniki xaltının içige silingan aşağı çayını tutulganda. Şuna o'xshash endi onu ayda zihnimni tatgan, ayda aşındaganda, dadam prinsiplik, endi prinsipte sen binasiga ishondingmi? Mushu yo'lda mangdingmi? Prinsipli ching turishing kerak deb shunday deydi. Shu ikkisining ta'siri menga zo'r bo'lgan endi. Benim bilişimce sizin aileniz, hatta atanızın başka bu urusqallarınızın belki okumuşluk ziyali insanlar da bilme. Sizler şunda oku değil mi? Ularınki asasen hemmesi yerimi muallim, yerimi doktor. Hemmesini okutkan adam, çidap aynı okutan. Biz 11 tukan, onun hemmelerini okutup aynı kata koşkan. Bu hazır sizin müşrik kişilik tezildiğinizde, hazır karakteriniz yitilişinizde atanın nurullah intihar çoğuğan dediniz, diyentiniz. Atanızın başka ustazlarınızın etrafınızdaki mundaq urutuqalınız rolu boğanmı, boğmaganmı? Elbette boğan. Mesela beni qari qilgan ustazım, o adam nayet istikametli kişiydi. O etdiyende namaz bamdatının aldıda turup,
Endi o çağda şu ustazının uyda boyutak tuğan diye bu ustazın uzun zaman endi ayağından acışanmay 5-6 ayda turup balası bilen ikkeyle şu bille yatattık ustazının uyda namaz bandattan ilgiri kupap tahajjud uyqan namaz bandını meşit görüp namaz okup yükünüp oturup için çayını içip oturup iki parı Kur'an tekrarlayotgan aşındaq adam endi. Onunki nimesi şu vaqtda bizga bek ta'sir qilgan. Kim bu chet elga chiqargan g'o'rilishib qoldikmi? Anda men ikki pora Qur'on takrar qilolmayman, bir pora o'qiy olmayman deb. Shu ustozimning hozir ko'z oldimga kelib turdi. Ondaq istiqomatli, bunda ching turtgan odamni ko'rib boqmadim men bu. Bomdodning oldida tahajjud o'qiyotgan, bomdoddan keyin midirmay o'tib ikki pora Qur'on o'qib o'tib, ondan ishga ketadi. Bizga shu vaqtda o'z vaqtida biz o'quvchilarga qattiq ta'sir qilganda bizning shu sal o'qitotdi, salakda yodlasanglar kallanglar obdan tushdi deb uningki foydasini aytib jiq bo'lgan. Shu ustozim ta'sir qilgan. Uningdan keyin shu dadamning bir tog'isi bor ekan, bu shu Hindistonga o'qib chiqib, Madinada vafot ketib, ayda qilgan ki shu kishining ayda chet elga chiqishdan burun 40 kun itikof qilgan deydi. Shunda nayt istiqomatli ayda kishi ekan. Şu chet elga chiqish orzusi bilan shunda duo qilib ilm olaman deb ota-onasi bilan ota-onasi chet elga chiqib qo'ymasa endi bolalarimiz biz bu bir qiz ikki o'g'il ekan endi bu bolalarim ko'p emas shuni sen yenimda tug'in deb qilgan ekan unmayman chet elga chiqib o'qiyman deb dadasi qo'ymay shuni shariki Keriyalik şu mahkeme şer'iga arz qilgan. Arz qilganda mahkeme şer'ining balangizni avating deb 33 saat oltin bilan yo'lga septgan. U kishi shu nimada o'qib, Hindistonda o'qib, undan keyin andin vatanga qaytay deb tursa, 50-yilga vaqt ekan, endi qaytay deb tursa, uch ketganda 30-yil chiqibgan. 50-yil qaytay deb tursa, bu kommunist yurtni besib oldi degandan Madinaga ketgan. Madinada hozir bolalar bor, o'zi 80-yil vafot qilib ketdi. Bu adamninki hayotimi menga bak ta'sir qilgan, ya'ni ilmga bo'lgan ishtiyoqi, qizg'inligi bak ta'sir qilgan. Men mana shunda chet elga chiqib deb orzu qilardim kishi vaqtim. U chaqda yo'lni echilmagan vaqt 80-yillarda kimdi chiqib tasavvur qilib bo'lmaydi, lekin shunda bir orzu. Bu qimmatli inson va qimmatli ustozniki agar siz uchun mas'ul bo'lmasa, ismini bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Ha, ustozim Muhammad Qurbon Qarajim deydi. U shu Keriya bo'yicha usta mashhur tivibdi. Tivib va qari bunda kitob o'qimagan, ammo istiqomatli kishi. Dadamniki tog'isi degani nima? Hashim Mavlaviy deydi. Hashim Mavlaviyning hozir 8 o'g'il, 4 qiz, 12 bolasi Madinada bor. Kurshab turyapmiz hamda. Ularning bolalari hamda. Shunda. Bu bizniki ommabop tilda aytgan ilk vaqtimizda fanniy maktabda o'qitgansiz. Undan boshqa siz yana bir diniy ma'rifatda bir tarbiyalanib ekansiz. Unda qolganki sizlardanki bu diniy ma'rifatni shundaqla xotanninki konkret qilib aytsak Keriyaning diniy ma'rifatini yaxshi bilasiz deb bilmay. Bu vaqtda bir so'zlab beramsiz. 79-yili bizning Keriya jami ochildi. Bir kengayish bo'lgandan keyin masjidlar ochildi, kishilar berib namoz o'qiyotgan bo'ldi. Shuning bilan andin ba'zi kishilar uyda bola o'qitayotgan bo'ldi. Shuna bizni endi ustozim shu qo'shnimiz Muhammad Qurbon Qarajim hech qanday talibim yo'qdi shu chog'da. Men seni o'qitay, anam zaten meni burun bir Eşkem xalifam deb ishkoyimizda bir ayol vardı, yüzünü faqat ilimga otilayotgan, o'ylanmay shu hayotida shunday ilim bilan shug'ullangan bir ayol vardı, 70 yoshda shu vaqtda ashuni qo'ldan tutib opirpagan, ona meni qo'limdan tutib opirpagan, Qur'on savodini chiqargan. Maktabga berib kelib, oqshom yerda o'qib ayda turyotdim. Yo'l texnik biroz echilib, diniy o'qishda azroq yo'l qo'yilgandan keyin ustozim, u rahmatli Muhammad Qurbon Qarajim ustozim, ben sana Kur'an yadaldıray kelgin degende qo'shilib, akşamları Kur'an yadaldım. Onun meni sınab bir iki bar yadaldı ahirdan barını men qilgan ekan. Akşamları şu shapkamni ta'tir qilib turib, ko'chada ishqalda menib yurib turib, yodlab o'qib beratdim ki qilgan ekan. Qur'onni yodlig'idek o deb kelib, keyin seni maktabdan ajitolay hamda dedi. Maktabdan ajig'im yo'qmi? Maktab do'stlarimni yaxshi ko'rman, maktablarni yaxshi ko'rman. Arzu armanlarım bor mening sen. Uningdan yaxshi arzu armanlar bor, Qur'onni yodlasang sen deb men qilib kallam shu fikrimni qo'ygandim. Men natijiq taraddud qildim. Uzun taraddud qilib, keyin men ikki oraliqida qolgan ekan bu ustozim qattiq aşı bir qari qilib olg'isi kelib, bu kishi o'zi qari bo'lib kelib, aşı shirda
keyin bu kommunistlik besib keyin madrasada yepilib ketgandan keyin qari chiqamabdi ekan. Men shu bolani o'qitib olsam degan orzusi bilan hamda mana Qur'on yodlaydigan o'xshaydi bu bola. Shuni bir yodlatay deb ching tursa, shuni bilan mamlakatga ancha taraddudda qoldim. Uydagilar desam, uydagilar maktabni o'qigan, maktabni o'qishga jon beqish uchun fanni o'qish kerak. Akşamlar Kur'an okugan da müdahale dedi. Şunda deydi desem, yok ben okutattım da durup aşı bütün keriyedeki ülümalarını çağırıp bir güne o ustazem. Dadam hem de bütün ülümanın hizmetini kılkan, ülümanı bek ihlas kılkan aynı bir edemken, hemmesini tanıydı o ülümanı. Çağırıp dadamını ekilip, hem de sizin 10 balları varken, bu balının birisini Allah'ın yolu bir zakat versler diyen dadam aşının aldı da hem de tamamen Allah'ın aldı. Zakat kıladım da ben zakat menendi. Zakin o mesele hal olgan anam ya bu abdan okup kilivasa bunu taşladı, okuşunu taşlap bu kelicigini bunda kılasa qandaq oldu. Diyendiken dadam meyle Allah'a tevekkül kılalı Xudayım bire dedi. Am ben şunu olan ben qaylulab mektepte dostlarımdan hoşlaşqılı badımda. Asli biz sınıfta biz 3 bala sınıf boyunca birinci aldı dedik. Ben sınıf başlıqıdım. O Dilşat Qurban degan ağinem ügünüş başlıqıdı. Küreş Kadir degan bir dostum vardı. O nima? Bunda qılıqı Xunyobam deymizmi? Qılıqı qızıl galastik taqamaganlarını tututqan saqçı desini. O vazifesi var. Aldık üçümüz bunda verleşken. Biz Beycan'da Münzü Şöyen'de okuyumuz deb arzu qiladi. En yuqorisi Beycan'da şu vaqtda endi. Attık aşınaga layiq tirishib o'qidi, biz beslashib o'qiyotadi. Shunga xo'shlash qilib, aynan qilib yani bir taraftan onun ayrılığım yok. Bir taraftan hem de ustazdan tutulan teklifime ait yaxşı Kur'an yadlaş arzuyum batı. Dadamla şunda arzu eken, dadam şu arzuyu yetemey ayda bitken. Dadam Kur'an yadlap okuvatkan çağda ama komünistlik geldiğinde dadamın askerge gitken. Asker ulap kelip, keyin kadr ulap yutub şu yerim ketken. Şunu olan ben şunu yadlayman deb kirishgan boldim. O dostlarım sen bilen biz Beijing'e vartkan bolgan qani bu arzu armanlı sen bidem bu taşıvattanlı bunu debdi. Hem de muşunda bulap kaldı deb kettim de. Kelken beşimni sangırtып kelsem dadam nim boldu dostlarım da sen bil Beijing'e vartkan bulaptık verlişpik sen taşıvattan okuşun dedi desem ben seni şu chet elde okuttum ben. Hatice'm boldu. O chet elde bir kim çıkıp bakmağa vakit adamın ağzı üstten bir çıktı da hem de o ağzı saat çıktı deyip yapar mı? Adama belki işenmeydi. Seterliği vergen boldu. Bununla inde başlap kettik. Kur'an yadlaştım şunun da capalık andayalığı kürep qalsa bu saqçılar çataq qılıdı birlik sepni təşkil edib işki qulp sepqa tikitdi və yalğız 6 ay aşı yalğız qaran aşı öydə oldu bu qutun düşdü kelib işini ecvatdı tamaq yeyib küçük oynayıb elib kirətdi onu yəni aynda qılıb 5 bar yadlap bolğan vaxtda andın ətrafdakı başla dostlarımla mən çağırıb oturdum da zirkib qalmışdı İslam kinonu oxuydu. Şununla oxuydu ustaz 5-6 aylarını ögü sulap ketkendiken biz öyünün içinde haman kılatımız da bozup bunu çekip aynı kılatı ıslıp bulmaydıkken bu da onun için hem de bir hafta birimizin uyda bir hafta birimizin uyda okutkan bulduk. Çünkü bir yerde ne olsa çekip koyduğun adamlı vaxtı mesele çıkarmışsın da yüzü korkak. Aynı kılsak ancak umu akmay bir samanlık vaxtı utanxana. Onu hiç kan dikkatini çekmeydi de samanxanda oturup okuyan. Hatta kıştım aynı okuyan. Cuğularını kiyip, kirini serip oturup aynı okuduk. Şunda cebalık okuyan. Bir Kur'an yadlaş için müjde sahipsi tamam Kur'an'dan yok. Hem de uçakta. Anda sahipsi, bunda Kur'an boğan bilen Şanghay basması Kur'an'lı bakken sahipsi tamam mı? Saudi Arabistan'ın hazırlıkta bunda her sahibinin aslında tamamlanırken bunda Kari Kur'an deyken anda Kur'an yok şu vaxtında. 11 Kur'an almıştıgan. Birisinden sorayımız, uyanda okup durun deydi. Bir 2 ay okup boğan, onun ya nevrisiye balısı okuyutkan buldu. Bizge kerek olap kaldı deyip, setip birinse Kur'an degen bir gün satmaydı. Şunda kılar yürüp, ustazımın özünün kurunu battı. Ustazım şunu Kur'an tapamay kalan okugan deyip belse o ustazımın balısı dostum ağinen de birle okuyuttuk zaten. Onu bir gün uruşup kalattık, bir gün yaxşı yüklettik. Uruşup kalan günü dadamның kurunda bu dedi. Dadamның kurunu al meni deb berettim. Bergenki şunu o günü bitirip ben koşulattım da Kur'an tekrarlamaslığa ustazımla Kur'an'ı evaldı şunu tekrarlayamadım da ötep gittim günü. Ayda ötep gittim de. Şunu olan aşağıda olap durup yana ustazım yana beretti Kur'an'ı. Yadlığın okugun anda dese beğenmegen de. Anın kısı yana bir uruşup kalsak
Bizning Qur'onda Qur'onni olamasa deb ayda qiladi. Elqi bunda yalvartgan xarakterim yo'qdi shu vaqtda. Yalvarsın meni deb ayda dedi. Yalvaradi. O yaqin do'stum ham, jon do'stum. İnsanchilik kichik vaqt deganda ashunda yalvartgan xarakterim yo'qdi shu chaqda. Hozir shunday qildi. Shundan keyin eng oxiri bir Qur'on yo'l bozorida uchrab qoldi. 95 ko'g dadam etbadi. 95 yuan şu dadamning maoshi 80 yuan. 80-yillardagi vaqt endi o. Xushallikdan shu kuni Qur'onni quchoqlab uxlab qoldim men. Qur'onni tutib yotdim. Shunda xushallikning birini qur'on bo'ldi. Endi hozirgi zamonda Qur'on yek o'qiydigan odam oz. U chaqda o'qiydigan odamchi Qur'on oz. Ashula bir qiyinchilikdan tortib Qur'on yodildim. Uningdan keyin men shuni bilan endi tuluqsizninki yerimigacha o'qigan bo'ldim endi. Qur'on yodlagan bo'ldim. Shu nimam shu bo'ldi endi. Ma'rifatim shu bo'ldi. Undan keyin andin Qur'onni yodlab 84-yilning oxirlari men kitob o'qishga Aral degan yerda Iminajim deb bir ustozimiz bor edi. Shuning qishig'i berib aşağıda kitob o'qidik. O yerda nahv sarf bilan grammatika shuni o'qib 6 oy o'qidim. 6 oyda biraz küçükne Arap tilini bilutgan azar echilgan vaqtida andan chatalga ketdi. Shu chaqda men bilsam hamda bu ma'arifni so'radingiz a? Keriyaning ma'arifi. U chaqda shu Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, bütün Orta Osiyodagi shu ügütish nimalari, materiallari, o'qish materiallari, ya'ni ustozlarning ügütitgan materiallari o'xshashgan. Ay darsdan bidan asadikalloh deb dars degandan boshlab, grammatikasidan boshlab Aşı en ahira şu nimigiçe Beyzavi'ye, Bukhari Beyzavi şu okutken. Ama menhec derslik okşaş boğan bilen sistemi okşaşamaz, bir medresesi okşaşamaz. Lakin sistemlaşkan bir tane bir nimi yok hem de, bir maarif yok. Bir ustazın gözü bir ustazın okşamaydı hem de. Ama ona bektirişcan ve bir oltuğan bir kaç saat oltup aynen ümit tutkan. Aslında çidamlık kişiler kendi vatandaki ustazlar şu hazır mı chet ellerdeki ustazlığımı da seliştirsem hem de aslında çidamlık kişilerken lekin hem bedendeki yüzdeki bilginçe okutu diken hem de o neyse okşaş boğan bilen sisteme okşaşamaz. Siz hozir shuni hayotimizni vatandagi o diniy ma'rifatni yaxshi so'zlab berdingiz. Endi bizning iliqi Uyg'urlarniki yaqin keyingi mezgilda chetga chiqish nurg'un sabablar bor. Balkim sizning nurg'un sabablaringiz bo'lishi mumkin. Ama en asası sebep qaysi? Chetga chiqishingizdagi. Şu ilim okusam degan şu arzuda hem de. Hatta şu meni Qur'on o'qishga olib bergan vaqtdan boshlab, keyin Qur'on yodlagandan boshlab shu chaqda qachon shu Qur'onning ma'nosini bilamiz deydik hamda. Bundan keyin yana bir qiziq turgan narsa, iminajim dediki, shu Aralga olib berdi. U ustozim deganda namoz bomdatning oldidan dars o'qitishga kiratdi. Namaz bandatını ballı billi okup saat 9-10 olganda dersini tüketip naştı kılgılı çıkıdattı. O şundan muntezim edemdi. Onu hem de şu derya hem de şunçilek alim edemdi. Şundan turup hem de bir günü her cuma günlükte mıdak böyle bizge kıssilerini, peygamberlerinin kıssilerini sözler verdi. Bir gün ayda Zülkarneyn'in kıssisini sözler verdi. Çok taliplardım birisi. Ustaz, bunun için Kur'an-ı Kerim'de bizge tefsir kıbbasını bulmamdı. Şu kıssilerin tefsirini kılıp Zülkarneyn'ni, Ashab-ı Kehf'ni kıbbasını dese Kur'an'ın tefsiri degan nerede? Ben nerede? Qanday tefsir qila olayman? Uni endi debdi. Ben hayron qoldim-da, agar shu chaqda biz kichik bolalarniki gap qilmaymiz da ustozning oldida gap qilayotgan bo'lsam shu chaqda siz tefsir qilmasa kim tefsir qildi? Ustoz degan bo'tdi. Shu savol kelgan. Shunda o'ylab Mushu ustoz mo'yda desa kim tefsir qildi? Qur'onni o'qishligini tushgan Qur'onmi yoki ma'nosini bilish kerakmi deb qallamga aytib binasga men o'qisam, o'qib shu Qur'onning ma'nosini bilgan bo'lsam degan arzu bo'ldi. Agar cho'ng nima emas, shu Qur'onning ma'nosini bilgan bir bo'lsam da. Bir tarafdan dadam qissasini so'zlab bergan o tag'isi uni ashunda o'qiyman degan shunda tirishchanlik bilan ayna qilgan. Shuni u odamni men o'lga oldim, o'zimga bir o'rnak oldim-da. Men ma chet elga chiqib o'qiyman degan ayda bir arzu bo'ldi. Shu arzuyimizga loyiq u chet elning yo'li ochilib ketdi. Mening ustozimni haj qilib keldi. Shu ustozimni haj qori qilgan ustozimni haj qilib keldi. Ana shuni menga chaqirib og'ach ketgan. Nimasi deb. Shuni bilan shu Pokistonningki vizasini olib ketgan shu hojilarga qo'shab qo'ydi. Keriyadan 48 miki hoji bo'lgan shu yili. 48 kishining orasida meni qo'shab 49 bo'ldi. Chiqib turgan. Ayda chet elga chiqib ketdik shuni.
Siz o ilim degan vaqtda yaxshi diniy ilimni ko'zsiz, g'arb ellerini tanlamaysiz, Misrni tanlabsiz. Misrni tanlash uchun sabab nima? Berish oson bo'lganligi uchunmi yoki boshqa bir sabab bormi? Bu ancha uqmaydi, lekin shu chaqda shu chet elga chiqish orzusi bo'layotgancha keyin yo'lda echilayotgan vaqtida Abdujillo hojimning dadasi Muhammad Abdullah Maqsum hojimning qarindishim doktor Abdulazizning dadasi rahmatulloh Qarajim rahmatli shu kishilarninki Misrga bir qancha ballarni apirib qo'yganligini shada anglagancha Misrga qiziqib qoldim. Chat elga g'arb ellari u yerga aqlimga kelmaydi, aqlimdimi yo'q endi uni yoki bilmayman balki. Misrga arzu qilib borsam, Pokiston orqali biz Saudiyaga bordik. Saudiyada hajni qilib bo'lgandan keyin hammadan xo'shlashtirib meni qapqab ketdi. Shu oraliqda uning oldida Madinada Osmon Mavlivi deb bizning Keriya vaqti uyini boshqarayotgan bir kishi ekan. U shu Keriyadan chiqib Hindistonda o'qib, ankin Madinaga kelib turib ketgan. U kishi şu hecceriyanda Pakistan'daki aşı Karachi İslam Üniversitesi'nden kelgen ustazlarını çağırıp meni tanıştırıp bu şu sizlerge elip gittiğinde bu şimdi aşağıda okusun dep aşağıda tanıştırıp koydu. Ben Pakistan'a barıtkan oldum. Zaten biletim kayıtkan biletim Pakistan'da. Bunda kılıp kilip ben bu Mısır'ın arzu kıladım. Bunda bulak kaldı dedim. O kişi çokum Pakistan'a veren Pakistan'da okun. Mısır'ı yakışamaz dep aynı dedi. Bununla Mekke'ye geldiğinde bu Mekke'de bir qancha dostlardan Pakistan tarafından Türkiye tarafından Mısır'a varımız deb kelgan 7-8 dostlarımızla uçuşup kaldık. Şu ustazlar qarindoshlar uçuşup kalgandan keyin hammamiz Mısır'a bordim deb Mısır'a bordik. Mısır'a berishdim, Mısır'a viza vermay ya maktabdan chaqiriq akilsa deydi, o maktabdan chaqiriq bermaydi bu yerda. Ondan keyin sayohat deb borsak, o sayohat degan pul odamlar bor biz yo'q balla bo'lgandan keyin uni sayohat vizasi berilmaydi dedi, bermedi. Aynda qilib shu doktor Abdulaziz rahmatulloh do'stimninki dadasi rahmatulloh Qarajim rahmatlik bizni Allohga tavakkal qilinglar bolalarım kelinglar deb bizni shu chiqib aeroportga chiqib vizasiz o'tkazib aşağıya Qohiraga tushganda oldik vizani. Shu kishiniki vesilasiga Misrga berib qoldik. Agar shu kishi vesila bo'lmagan bo'lsa Pokistonga ketib qolardik. Pokiston bir qancha oy turish jarayonida Pokistonning paskinliklarini ko'rib hamda tarafning ko'nglimni yongancha bu yerdan. Ular hamda shu Misrga ketib qoldik. Shu sabab bo'ldi shu kishi. Alloh rahmat qilsin, yotgan yerini Firdavs jannatdan qilsin. Shunday qilib Misrga berib qoldik. Misrga beribla borsak yerda 7-8 qarindoshlarimiz bor ekan shu biz gapini anglagan qarindoshlarimiz shu bor ekan. Ular bizga naytibak yo'l ko'rsatdi, o'rgatdi, tarbiyaladi. Shu jarayonda andin yerda tayyorlik deyotgan bir sinf ekan, daraslik xosi deb. Bu 2 oylikdan 2 yillikka davom qilgan. Qachon arabcha bildim men, endi bu to'liqqa yoki to'liqsizga imtihon berman desak, shu chaqda o'qib ketgan. Biz 2 oy o'qidik. 2 oy o'qib hamma yerdan kelgan qarindoshlarga 28 ulab qoldik shu chaqda. Birdan 1-2 oyning o'tida 28 kishi ulab qoldik. 28 kishi imtihon 28 kişinin içinde 24 kişi imtihan verdik. 24 kişinin 4 kişi tuluq qo'ytabdimiz. 18 kişi tuluqsiz qo'ytaylik. O tuluq qo'yotganning içinde şu biri men, biri o dostum Abdulahad Hafiz, yani bir ikkilan unutib ketdim. Anda 4 aylan tuluq qo'ytabdimiz. Qolganlar tuluqsiz qo'ytabdi. Ammo tuluqsizni o'tganning tulusi vatanda shu qog'iliqda Maqsum hojimninki diplomini olib chiqqan olim. Aynda ustazlar jiqlar menden necha hasi yaxshi arabcha biladi. Nishqa ayada o gap qilish jarayonida eg'izcha imtihon olgandan keyin gap qilishda imtihon aynda o'tib biz aynda o'tib to'liq chiqib qolgani bilan qo'shqani umaj yo'q, ilm yo'q endi. 15 kungacha darsni qarab o'tirsam, kino ko'rgandek o'tirib tushunmadim. Buning bilan shu o'zimning tuyandagi sinfda o'qitgan, to'liqsizga tushib qolgan ustozlarning har oqshom berib maktabda o'qilgan darsni shu kashfda ashunda o'qitgan bo'ldi. 7-8 oy, 1 yilga qadar shu ustozlarni o'qib, uni yetishib, andin ustoz do'stim Abdulahad Hafiz bilan biz 2-yillikdan 3-yillikni o'qimaylar 4-yillikqa nima qildik? Musobaqa qildik. O chaqda tuluqda endi musobaqa qilish ixtiyori bordi. Zaten o kitobni ta'tilda o'qidik. 3-sinf kitobini tuluq o'qib, imtihon berdik shuning bilan. 4-sinfga chiqdik. Uni galiba universitetga
chiqdik universitet bunda atlash yo'qkan hamda 4 yillik uni o'qidik. Shuni jami 7 yil o'qidik. 3 yil to'liqni 4 yil universitet o'qidik. 1 yil hamda tayyorlik qilish, dars kutgandan keyin kechki degandek ketdi. Shuni 8 yil bo'ldi Misrda. 8. Universitetda qaysi kasbda o'qidingiz? Shariat va qonun fakultetida. Bunda siz hozir Misrninki u oliy maktabninki bu diniy ma'rifat ahvolini yaxshi bilasiz. Vatannikini bilasiz, Saudiya Arabistoninkini bilasiz, Pokiston, Turkiyanikini bilasiz deb bilaman. Qisqacha mushuni selishtirib tushuntirib beramiz. Endi men Misrninkini ko'rsak, Misrga beribman. Boshqacha shunday bir jiq ta'sirot oldim-da u chog'da. Saudiya Arabistonga kelgan bilan bir qancha haj qilib turgan Saudiya Arabistonda hech qanday narsani tushunmadim men. Misrga borgandan keyin u yerda qanday bir maktabga kirsak, maktabda diniy dars bor, fanniy darslar bor, qo'shib o'qitadi. Agar dinni jiqroq o'qiyman desa, diniy darslar salmoqroq dars sinflar bor va fanniy jiqroqlar bor. Masalan, adabiy deb qo'yamiz. Adabiy ijtimoiy demdi, shunda deb ayriladi. Shunga o'xshash. Endi u yerda sistemli hamma ishda sistemaga kerakli. Endi har qanday bir misrning maktabiga borsanda, har qanday bir maktabga bor. Saudiyada shunday ekan, bu yerda shu dinni o'qitadi, fanni o'qitadi. O'qigan odam chiqib halol harom, aqida masalalari, bir musulmonga kerakli bo'lgan narsani shu din o'qimay fannini o'qigan odammi bir musulmonga kerakli narsani bilib chiqadi. Yana men maxsus din o'qigan bular bizga o'xshash shariat o'qiganlar defa Qur'onni yodlash shart. Her yili 8 bor Qur'onni yodlab bo'lish kerak. 4 yilning ichida yodlab bo'lish kerak. Uningdan burun Qur'on shu shariatga, ya'ni shariat fakultetiga, shariat qonun fakultetiga kirish uchun qarori shartkan. Qarori shart bo'lmasa tamom uni yengiltib, ular tamom o'sha kirib o'qisin deb shu yilda 8 bardan 7 bardan ayda qilib 30 barni 4 yilda tugab boshida. Undan keyin coğrafya, tarix, din tarafta salmaq bo'lganlarda yana shu darslar yana bor. Ammo adabiy deganlarda ana uningda shu nimalar texnik endi fanniy darslar texnik bo'ldi. Bunda qarasak endi chiqib hamma narsa sistemli rasmiy bir muntazam bir ma'arif ekan hamda haqiqatan yaxshi ekan bu Misrniki. Bular Azharniki bu metodi va uniki darsliklari, manhajlari bak yaxshi hamda. Keyin nima qildik? Saudiya Arabistonda shunga o'xshashgan Saudiya Arabistonda shu fanniy dinni u din fan deb aytgan ish hamda biz burun bizni taraqqiyotimizni keyniga qoldirish uchun aynan ahiret ilm, dunyolik ilm, fanniy ilm, diniy ilm deb ayirgan. Shu ayirayotganning dardini bir jiq tortganmiz. Asli burungi olimlar masalan shu İbn Rushd deymiz, İbn Haysam deymiz, Farabi deydi, İbn Sina deydi. Aşulardan tartib masalan aşularning hammasiniki dindimi shundoq olim, fandimi shundoq olim. Aşularning hammasi hasan shu matematika, fizika, biyologiyalarning asosiy nazariyini sog'gan kishilar ekan shular. Dindimi shundoq olim, ma'nodimi shundoq olim. Hatto ba'zisiniki dinning shunday kitoblar bor. Fandimi bir tabiiy fanda yana kitoblar bor masalan. Bundoq ekan burunqilar. Shu dinmi bor, fanmi bor, ikkilisi bor. Shunda bo'lgandan keyin andan bu dunyoni tutib tug'ilib o'tgan, dunyo taraqqiy qila oladigan, u odam yuksak, u millat yuksak bo'la oladigan. Ammo biz tarki dunyolik 16-asrdan keyin tarki dunyolik tashviqotni qattiq butun musulmonlar, biz Uyg'urlardan emas, butun musulmonlar dunyolik tashviqotni, sufizm degan o'xshash aynan bo'lib ketgandan keyin biz masjidlarni unutib xonaqaga berib maktab degan narsa faqat unutib ketgan hamda madrasa desakmi bu madrasaning intayin tar doirada ekan shu o'qitgan 2-4 ta shu kitobni o'qitgan Qur'on yodini tutgan uningdan ilgirilash yo'q hamda anda bo'lganidan bu boshqa besimdorlarga manjuludan tortib besimdorlarga buni zinomaganlik uchun bu davomlashtirib kelaverib ekan ammo ma'arif bizning Uyg'urning bir ma'arifi bo'lib boqmagan mustaqil ma'arif bo'lib boqmagan ma'arifni ayda bilim ügütümen, ilim fen ügütümen deb oturga chiqqanlarni bo'lsa, ularni yo'qotgan gap ayna. Masalan, Mamteli efendim deymiz, masalan shu zamonlar deymiz. Demak, endi biz ikkisini ayirib atganligimizning ziynini tortdik demoqchiman yani.
diniy ilm, fənni ilm, ahiretlik ilm, bu dünyalık ilm deyilən gap yox. Həmmə ilm ahiretlik ilm, həmmə ilm dini ilm. Bütün hər qandaq ilm məsələn, hər qandaq ilm insaniyyətə faydalı bolsa məsələn, elə ki bomba yasab başqalarını partlatqan nəsə emas, nəşi yasab başqalarını məskub tutqan nəsə emas, insaniyyətə faydalı ilm bolsa, həmmə ilm dini ilm həmdir. Allah Taala buyurğan ilm desək bulay birdəmdir onu. Mən muşunu düşəndim muşu, niməgi çətəge çıxanda. İntayın tar dairədə düşünüb gəlməz. İlm degan həmmisi Allah'ın kəlgən ilimkən, həmmisini Allah'ın dinine hizmet qıldığı olubkən, həmmisini insaniyetke hizmet qıldığı olubkən, aşı ilimler arkalık Allah'ın kudretini bilgilibkən, aşı ilimler arkalık imanını küçəytib, aşı ilimler arkalık ahiretlikini kazanğılı bulubkən, degan aynı düşüncege geldi. Yani ilim bir bütün dep oylamışsın, haqqı? İlim, həmmisi şu ilim boğanda kuchmu bulutken, kuvvetmi bulutken, devletmi bulutken, hemen nasıl bulutken. İlim boğmagan deken, o baylık oğanın demeki faydası. Baylığımız var bizden aynı. Faydası. İlim boğmagan deken, üzerinde tutup duranmagan gel yani. Bu ali mektep hayatınız akışan nayet mənlik ötüp qaramı ben. Aş ali mektep hayatınızda bir söz yaparım siz. Bizden o ali mektep hayatımızda şu nime endi sanivideki tuluk oturum mektepteki şu hayatımız çıkız okşaş öttü hem de o çağda biz 28 kişi buldumuz. Mısır'da bütün aşı bizdeki vatanın hem caylardan kelgenler ola. Hem bütün kelgenler. Hatta bizden lehçemizin bir xil lehçe olab qo'ygan. Mening lehçem hozir Keriyaning lehçesi o'xshamaydi masalan. Qashqarlik qarindoshimizning Qashqarcha gap qilmaydi. Xotanlik qarindoshim Xotanning lehçesi emas. O'zgarib ketaylik masalan. Shunchalik lehchimizni o'zgarib bir yakilaylik. Shunchalik bir oiladek hamda sayohatga chiqsaqmi, hammaylar birlashib ayda bir mashinada sayohatga chiqqan. Bir ko'ngil ochib o'tirmoqchi bo'lsaqmi, o'sha hammaylar birlashib kelib bir yerda ayda o'tirib uyda qilgan. Aşınından ittifaqlıq müydə boğan, her haftada bazı 15 günde bir oturup, üzümüz ya şiir, ya ki bir tercüme, bir nəsini əkilib oxub biretdik. Aşağıda mən cıq şiir oxub biretdim bu qarindaşlara. O çağda şiirə bəkirət, köngül biletdim. Keyin nima qılğandı ki, bazı işlər bilan özümnünki hələqə kitab, yeziş, tərcümə qilish degan işlərə bəkirək birilib ketib, qıb qalalar. Aşı şiir oxub biretdim. Qarindaşlar özününki okuyan kitapların təsiratlarını sözləb birətdi. Bəziləri qısqa maqalə yazıb əklib oxub birətdi. Biz şu 90-cı yılının 5-dən tartıb, məsələn, şu 90-cı yılının ki 89-cı yılı, 90-cı yılın başlarını tartıb, yeziş, tərcümə qilish ayında işlərə küçüb şu çağda ayında. Şuna bu Mısır'da oxub gələn qarindaşlarının ki, həmməsininki iş qılıb, həm yazalaydı, hem sözleyerleydi, okutarlardı, her taraftan bundan alaylık yaxşı olan. Ama şunda bir bu okuvçuluk devri Mısır'daki bulapmış o ali mektep vaktimiz ve tuluk ottura vaktimiz şunda bak manilik ötken. Manilik ve şunda ittifak qarindaşlarından hakiki qarindaşlıkni şu çağda yaşayan bizende. Hatta mesela yeni bir mihman geldi değil, yeni bir okuvcu geldi değil. Aş okuvcudan nəlik ikənligini soralmaydık onu. O sormayımız onu. Qayadan gəldi? İşte Uygur mu? Bizden vatandan geldi mi? Aş qetimizə elib, bunu kolumuzdan gəldi. Bizgi mi? Biz kelsek, burun qarindaşlığını bizgi mi aynda qılgan? Aynda qoyunu elib, aynda yardan qılıb, yolumuzga minib. Kim nəlik ikən, ya Qashqarlik, ya Xotanlik ikənligini kim bilib qaladı, ya gepini, şivisini bilib qaladı. Anda siz nəlik deb sormaydı. Eyib idi, eyib debdiler. Şöyle yakın hem de. Aynda bulab ketken. Anda keyin bu okuvchilar bak jiqilishib ketdi. Keyin 2016-yilda men bir ziyorat qilib Misrga bordim. O chaqda 3000-4000 ga yaqin o'quvchi bor etdi. Shuncha yaxshilab ketgan keyin bolalarni jiq Uyg'urlarniki o'ziniki ta'lim tarbiya maktablari, madrasalari shunda yaxshi bo'lib ketgan. Keyin ko'z takkandek ayda bo'lib qarindoshlarimiz qaytib kelgan ishlar bo'ldi ish qilib. Ammo ish qilib Misrdan biz jiq foydalandik. Misr bizga ish qilib ilm o'rgatdi, dunyoga bizniki kallamizni ochdi dunyoga. Bu Misrda yaxshi o'qigan yoki biror maktabdan o'qish bitirgan Uyg'ur o'quvchilarning sonini oz deb angladim men. Mushu gapimning asosi bormi? Agar asos bo'lsa, sabablar zodi nimadir sizcha? Onunki bir ba'zi asosi bo'lishi mumkin. Biz şu çağda 28 bo'lib, 28 ikkisi keldi, yana ikkisi ketib qoldi, ya 28 ya 29, 30 bilan 28 ning orasida 7-8 yil turdik ashunda. Shuning ichidan da 93-yili
9 kishi birla vaqtda o'qish bitirdik. O bizning Uyg'urlarning tarixida hamda Azharda 9 kishining bir yilda o'qish bitirgan birinchi qatamliq ish ekan. Shu Misrninki katta ulamolar Muhammad G'azali degan ulamolar murasim qilib Saudiya Arabistonidan marhum Abduqodir Tosh ular dadisi Abdulatif Qosim deganlar berib shu bizniki nimamizni murasimlarimizni aynan qilib berdi. Shu chog'da 9 bola o'qish bitgan. Uning oldida hamda biz berishning oldida universitetni bitirib shu universitet birinchi shu yo'l ochilib shu birinchi qatam o'qish bitgan shu 9 kishi ekan 93-yilda ishgan. Undan keyin har yili 4-5 dan bola o'qish bitirib kelgan bo'ldi. Bizning xili billa billa yashab aynan qilgan qarindoshlarimizdan ko'plari 1 yil ya 2 yil qolganda diplom olmayla qaytib kelganlar bor. Shundoqni bilmamda. Undan keyin bola jiqlashib ketgandan keyin 500 bo'ldi, 1000 bo'ldi, 2000 bo'ldi. Qilgan uning ichida universitetni tugatib diplomni elib kelganlar bag'allarning soniga nisbatan intayin az bo'lishi mumkin. Iniq ham bizning oshxonamizdan. Bag'allar qaraganda, masalan, 28 men biladigan 28 o'quvchining ichidan 9 kishining bir yilda diplom olganimizni men bilmayman. Birden 3'ten bir qanchasi diplom olgan bo'lsa, 28 ning hammasi diplom olmadi. Hammasi diplom olmaganligi aniq. Ammo o'xshash o'qidik, o'xshash tortib o'xshadi. Siz Misrdagi o'qishingizni g'alabalik tamomlagandan keyin Qozog'istonga qaytib ketgansiz. Qozog'istonga qaytib bu yerda o'qish chiqib ketgansiz. Ham aynı zamanda Qozog'istondagi bu Uyg'ur qarindoshlarimiz chiqqan bir necha nim bor. Uyg'ur ovozi va Yangi Ozod gazetlarida ishlab ketgansiz. Hatta maqola yozib, ularning olqishiga sazovor bo'lib ketgansiz. Siz shu Qozog'istondagi shu hayotingiz, ondan keyingi tunji qalam bilan asarlarni yozishingiz, ondan keyin Qozog'istondagi bu matbuotchilik ishlari haqida biroz so'zlab berasiz. Ben bu Türkiye'ye qaytdim. Türkiye'ye qaytib, şu Çamlıcı degan yerda, İstanbul'dan Çamlıcı degan yerda şu asıl vaqt şu Orta Asiyadan kelgan O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Orta Asiyadan kelgan bolalarga Qur'on o'rgatib bitga turishadi. Şu turush jarayonida Orta Asiyaga muallim avatitgan ana binim qilgan. Men shunga xatlanib, Orta Asiyaga ketdim shu. Turkiya tarafini avatilgan bo'ldim damda. Orta Asiyaga borgandan keyin sizni Almutuga olib dedi. Almutuda bir anglagan hamda ko'rib boqmagan. Ular u borsak Almutu emaskan, Almutudan 60 kilometr yiroqdagi Isik degan yer ekan. Aşağı maktabga olib qo'ydi. Bu yerda hamda atrofda soat 5 bo'lganda, kech soat 5 qorong'ulik, chirog'imi yo'q, dukkan, magazinmi yo'q, İstanbul'dagi bosh bunday narsim yo'q hamda. Bir 2 oygacha men bir mazoga kelib qolgan, faqat kunalmadim deb yerga. Qanday yerda deb qildim, shu turk muallimlar shunda sabr qilib turibgan, qishda yerdaligi bir go'sht bilan kartoshka yong'yudan boshqa hech qanday narsa yo'q hamda. Shuni o'tirgan gap, u maash ba'zi kamaydi, shunday bir nima endi uning kelib 15 kun bo'lgandan keyin men bir Uyg'urlarni bir izday deb shu bir qancha adresni elib, Gornigan deymiz, Durujbo deymiz, mashhur yani aşağı bir tepib o'zimizning Uyg'urlarni topdim. Tepib ularni kurashdim. Kurashish shu jarayonda qanday bo'ldiki, bu aşağıdaki gazetxondagi kishilar bilan shu bir o'tirishlarda uchishib qolgandan keyin shunday paranglashib o'tirdik. O'tirish jarayonida siz shunday diniy binasi yozib bersangiz bizning gazetga dedi. Aqlimda yo'q, burun anda o'ylab boqman, tamoman deb shu bir maqola yozgan Allohga iymon keltirish aqlninki kamilligi degan nimada u jiqyez etgan o joyda qisqartishni bilmaganki qo'sqandan keyin hammani chiqardim deb chiqiribdimi-da shu joyda. Chiqarsam o shu gazetning betida 3 bet ulab ketibdi. 3 bet. U odamlarni qisqartmay, hamda uni qisqartmay 3 bet qilib gazetda aytib berdi. Bergandan keyin u maqola o zamonda unda belki nochi yozilmagan bo'lsa, lekin undan boshqasi yo'q endi. Yo'q bo'lgandan keyin kishilarga shunday hasaldak yoqdi-da u. Keyin u gazetlar shu nimaga masjidlarga akirib, masjidlardan ishtirok bo'lib, mushtari bo'lib, gazetxonga kirim qilib turgan bunday ish bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin bu texmi yozib berang deb haftada 2 qatim yozib bersin dedim. Men haftada har bir tal yozay dedim. Haftada har shanba kunlikda yozib, bu joyda internet ravon bo'lmagan, internet yo'q. O'zim 60 kilometrlik yerning maqolamni elib, gazetxonga akiratdim o'zim. Akirib turib chiqitdim. Ayda qilgandan keyin bu yangi hayot
degan gazet 57 yili qurilib ekan, kommunizm tug'ilgan o'chog'ida uning ekan. Qozog'iston mustaqil bo'lganki, yangi hayot deb o'zgartdi. Uyg'ur ovozi degan u 50-yili ta'sis qilinib ekan. Uyg'ur ovozi shu ism bilan davomli kelgan. Uyg'ur ovozi Slavyan yoziqida chiqadi, rusning harfi bilan. O yangi hayot bizningki shu yoziqimiz bilan chiqadi. Ikkili gazetga aynan maqola beratdim. Aynan u chog'da shu orqali bitiraptim bu shu Qozog'istondagi ziyolilar, yozadiganlar, muallimlar shular tanishdik, shular tanishib qoldik. Shunday yozish orqali gazetda bir-birimizni tanishimiz ekan. Undan keyin ba'zi kitoblarni chiqardim, yerda oila tuzumi degan kitobni chiqardim, namoz kitobini chiqardim, zakot, ro'za degan kitobni. Bu kitobni Qozog'istonning har qaysi Uyg'ur boyagi taqitimiz deb masjidlarga imomlarga taqitish orqali u imomlarni tanishib qoldik. Shuni diniy sohadagilar bilan, fanniy sohadagilar bilan tanishib shunday yaxshi bir nima bo'ldi. Albatta kitob yozish nimasi menda burun o kitob yozish degan bir orzu yoki umid yo'q-da, men kitob yozalim. Shu kitob yozish degan cho'ng bir ish hamda cho'ng bir muammo deb o'ylayman buni. Ammo kichik vaqtimda shu ustozim menga nima Qur'onning tajvidini o'rgatganim, Qur'onni qayta o'rgatgandim. Shu yozib berib, bunda harf kelsa, harfdan keyin bunda o'qiymiz, bunda qilamiz deb o'rgatdi. Undan keyin kitob o'qitgan Emin Ajim ustozimmi güzel axloq, rezil axloq deganlarni Uyg'urcha deb berib, deb bersa, so'zlab bersa, men daftar chiqarib yozib olardim. Yozg'ila amraqdim kichik vaqtimda bir narsani, qanday xotirligiga amraqdim-da. Shuni Misrga borgandan keyin Misrga berib, men bu birinchi tushungan narsam ibodat deganda bizning vatanda Alloh taolo bizni ibodat qilish uchun yaratdi deb shunda deymiz-ku hamda. Shunda hamda ibodat desa shu ro'za tutish, zakot berish, Qur'on o'qish, shunday salla kiyib, nasi kiyish deb shuni buni tushunatdim hamda. Ustozim mashina 8-ci ayda şunda issiqda şu Qur'onni xatmi qilgan Ramazonda shu salli bilan ma'sini kiyib chiqishing kerak deb ayda bunda qilish shartmi, ayda qilmasang bo'lmaydi deganga bilmagan ayda qilmas namoz durust bo'lmaydiga o'xshaydi deb chiqatdi. Demak endi u ustozim islomiy ko'rinish bo'lsin, boshqalarga ta'sir bo'lsin deb aydan qilgancha ekan. Keyin Misrga borganda birinchi tushungan narsam bu bizning shu qilayotgan ishimizning hammasi asosiy ma'noning ifodasi ekan. Asosiy ma'no endi islomiy yashash. Bütün hayatını İslam'a to'g'rilab, İslam ko'rsatuvchi yashash, ibodatlar ashunday bir ifodasi ekan. Anda bo'lgan yaxshi bir qalbdan, yaxshi go'zal qalbdan chiqqan bir ifoda ekan ali deb tushunib, shuni qarindoshlarimga ikki dunyo saodati deb bir daftar yozib, ustozlarining deb berganlari, ba'zi masalani so'rab, o'zimdan cho'ng Uyg'ur ustozlaridan hatto maktab ustozini so'rab, tavhid masalasini asos qilib turib, bir daftar yozib, ikki dunyo saodat deb avatsam, avatgan dadamning xati chiroyliqda o dadamma shu kuchrab uni qarindoshlarimga berib ayda qildi-da. U endi o'chog'im men kitob bo'lib aytgan hech qanday nimamda yo'q, shu foydalansin deganim bilan. Shundan keyin andin 93-yili o'qishni bitirib bo'lib, vatanga bordim. Asli maqsadim shu vatanga qaytib ketish. Beriblar Muhammad Salih Damollam bilan nimada Urumchida kurashdik. 91-yil Muhammad Salih Damollam kelgancha universitet bildi tug'an va o'zini so'z bergan. Kelsangiz men bilan kurashinglar deb. Bag'amiki kurashganda islom sho'yanga ochibdi, nima qildi. Shunda siz bu yerda qilib qoling, muallim bilan bu yerda dedi, menga xo'sh yoqdi. Shuni uyga berib uydagilarga dedim. Sen texe bilim olgin sirtqa chiqar. Bu yerda to'mag'in sen bilim olgin yana o'qigan. Deb shu sirtqa chiqishga zo'rladi endi. Bu oraliqda endi fikrlarimga shu islomning aqidalarini o'rgatay deb savol javoblar qilib shu kunda dars o'tdim. Daftar yozdirib bularni savol javob qilib yozdirib. Yozdirib kelgandan keyin 9-oy bo'lib qoldi. Ularningki dars boshlandi. Mening qaytib ketishimga to'g'ri keldi. Shuni bilan shu kelgan yerdan u kitobni elib chiqib o'zim İstanbulda uni to'liqlab qolganini qarindoshlarimga avatiman deb islom aqidalari deb tayyor qilib aynan qilsam, ashada bir ustozlarga ko'rsatdim. Abdujalil Turan efendimgacha. Abdujalil Turan efendimningki meniki shu kitob yozish Muşu nimede jiq töhfisi var. Meni birinci medet vergen kişi yani bu. Nurgul ustazım bana medet vergen, birinci bulap aşı medet vergen. Şu çağda aşını kürek. Bunu abdan bulaptı bu. Ufkularım kılın demeye vetendikilerin hemisi isimden ufkuları. Bunu bir küçükün kanaytıp yazıp kitap kılıp basaydı da kitap kılıp baskıçılar kendi kitap bulamaydı. Bu bir depte hem de depte yakıp
yezib berib, qap Abdujillojon men ketdim. Bu chaqda Qozog'iston ketgan bo'lib qoldim. Qozog'istonga borsam, biz ham islomiy bir jamiyatdan keldikda Misrda masalan, burun ham kichik vaqtimizda 16 yoshning oldida qanday yashadik nima qildik bilmayman, esimda yo'q. Ammo Misrdan islomiy bir jamiyatga kelgandan hamma narsa islomiy asosdan qonunda demokrat bo'lgan bilan insonlarning hayoti asosan islomiy hayotda hamda oilasi, yurish-turishimda. Qozog'istonga borganda, Qozog'iston deganda ham 70 yil kommunizmningki nimasida ta'sirda ham ular tilni yo'qotib tasqatgan hamda az qolgan vaqt hamda shunchalik shu hammalarni assimilyatsiya qilayotgan hamda shunda nimadan bu oilada u yerda saqlanib qolgan narsa faqat shu islomiy nimada nazr chiroq, keyin mashla islomdagi namoz, undan Qur'on o'qish, duo qilish deganga o'xshash mushul saqlanib ketgan. Uningdan boshqa bunda islomiy hayot, masalan, oilada va turmushdagi islomiy hayot bundan xabarsizdan bular. Unda vaqtda men islomdagi oila tuzumi degan shu joyda aqlimga keldi. Mushu to'g'rida bir narsa yozsam bo'lgan deb shart izlanib men islomdagi oila tuzumi degan bir kitob yozdim hamda. Yozib uni shu joyda İstanbul'a evettim. İstanbul'a evetsem onu görüp ular İslam akidelerini basmakçı olan çağda bunu da mal muhimrak yani. Çünkü mal bizim tarihimizde var. Yazıp bakmaganken mal. Mal basaydı birinci, ikinci katım yazılan o kitap 96. yılı 5 yılda o. 5 yıl Kazakistan'a mı geldi? Vətən şu çağda evettik. Şu yılı Kaşgar'dan adıcık şurun 5 yıl takattı onu. Aynı Allah birinci kadın İslam'daki aile tuzum diyen kitaplarımdaki birinci nuskası hem de o. Onun hazır 14 nuskası oldu hazır için. 14. Her katım yazganda kengaytip yani mükemmelleştirip gelip hem de hazır kin kutumunu kılıp bastık da 14. nuskasını bastık ki. Aşında olap o kitap koş o aşağıdaki xalqning bo'lgan ihtiyacı. Xalqninki aynı ihtiyacı ben muşunun ihtiyacı bağı dep qilganligim uchun şunun o'tirib chiqib qoldi. Bunda oturup bir kitap yazay degan nimadan emasam, aşu narsani geçsem bo'ldi degan narsa qoldi. Ana maqola ikki gazetga yozayotgan maqolalarini ular aslida bir gazetxondan keyin mana to'plam qilib berdi. Muhammad Yusuf asarlari dedim o to'plab berdi onu. Üzüp nashr qildi aşunda nashriyatdan keyin. Aşundan bir nusxa geldim. Keyin İstanbul'da mı bastık onu. Hem de hatırlap kalsın da. Aynı oldan da hazır mı? Aşu yeni hayat geze tügep ketken o yetken bir aşilçi oldu. Uygur avazı var. Uygur avazı var. Hazır mı makale evet duruyordu. Hani Aziya bugün diyen gezi çıktı ona. Aziya bugün diyen gezi yani makale evet durmuş. Her ayda 15 günde makale evet durmuşlar. Onu talep durdu aynı bir nes evet durumda. Devamlı duruyordu da işlerimiz. Kitaplarımdaki hazır 29 kitap yazıp olan basım 15'e yakın kitap aşağıdaki tilde aşağıdaki Uygur tilde yani Uygur tili Rus yazıktaki Uygur neşr kılındı aşağıda. Aşağıdaki adamlar neşr kıldı onu. Ben teyakkub evet verdim. Teyakkub aşağıda. Tercümanımı üzü tercüme kılma atıldı üzü kıldı. Bir ehli ilmi qarindoshlar Misrda o'qigan qarindosh. U qarindosh tekshiraydi onu. Xato ketgan o'ngshab aşağıdaki kishilar o'zi besib taqib o'ynab keladi. Hazırım dep öttünüz, biz 29 eser yazdım, 1500'den artık makale yazdım dep. Şu hakikaten bir insan hayatı qılığı sığışını tasavvur qilmoqni tez-ku. Bunchalar qisqa vaqt ichida bunchalar ko'p asarni ro'yobga chiqish haqiqatan tez. Albatta, mush asaringiz ichida bu o'zingiz rozimi asarlaringizni yoki ma'nosini qarab yozib qo'ydimi, ochiq yozib qo'ydimi? Ma'tarafchal tam bo'lib qolibdi. Balki ma'tarafda metodni ishlatgan bo'lsam, texnik yaxshi bo'lar ekan deydigan bir tushunchangiz bo'ldimi? O da tushuncha bo'ladi ekan. Bir hafta burun yozgan narsaga hozir ko'rsatib o'qisak o'tgan deyotgan. Insonning fikri o'zgarib turgan, har kuni o'zgaradi ekan. Ana kitoblarimdan masalan İslam aqidaları degan 12 qatim besib bo'ldik. Oila tuzumini 14 qatim dedim ayna. Namoz kitobi 6 qatim besib bo'ldik. O'zi kitobi 3 qatim shunga o'xshash. Har qatim bir basqan chaqda uni qo'shdan binasini, kamliqni his qilgan ekan. Eng oxir besligini eng mukammal bo'lgani. Endi hozir eng mukammal bo'libdi ekan, ya'ni yaxshi mukammal bo'libdi, qo'shmasam bo'libdi ekan deganim namoz kitob bilan nima? Din va hayot. Din ve hayat 2000 sualga cevap degan aslında
Sualga cevap bulapını kılgan. Aslında onun bir kıssa hamdı. Onun kıssası qanday desa, bu balalarımga sual cevaplar qilib, üzerinin balaları ügüteydi, teya qildim da sual cevaplar qilsam, bu 500 suallık cevaplar qilay deb ayda qilsam, bir vaqt 500 600 ulab ketibdi bu. Yıqılab 1000 qilvatay deb o'tirsam, bu 1000 dan eşib ketibdi. 1000 dan eşib ketgan 1500 bo'lsin desa 1600 ulab ketibdi. To'xtasin endi bu deb dastlab balalarımı ügütüş için teya qilgan. Qilgan ekan, tamam bunu besib qo'y, boshqalar foydalansın deb 1600 qilsam, keyin qarindoshlar vatanda bakjiq o'qidi buni. Bakjiq kirib ketdi vatanga. Aşağıdan çıkan fikirlerde bu 1600 deganning nima hikmati? Ya 1000 emas, ya 1500, ya 2000 emas degan. Bunun hech qanday hikmati yo'q, faqat shu qilg'im kelmaydi, qilib qopganman, 2000 qilayamiz deb ashlarni ribit bilan 2000 savollik qildim. Endi uningda bütün shu o'ttira hollik nazariyasi bilan dinni taslashtirib o'tmay, dinni beparvolik qilmay, dinning maqsadini bizning yaşayalayotgan har qanday bir kadrningmi, har qanday dehqonningmi, har qanday savdogarningmi, har qanday mo'liningmi, ziyoliningmi yaşayalayotganligini, shu dinni yaşatalayotganligini tushundirishcha, mening birdan bir orzuyim bu. Vatanda shunday o'ylaytimcha, bu dinni kallam quvvati. Bu din biraz haqmi, haq emasmi? Bunimda zidliklar bor deb kallamda hal qilamagan zidliklar bor deb Misrga chiqqan hammasi hal bo'lgan ekan. Shu bilgunimni yani kitap yazışqa Türkçe o'tgan narsadan keyin mening binasi yazışqa Türkçe bo'lgan. Birinchi sabab mening bilgunimni boshqalar bilsa ekan degan bir orzum. Boshqalar bilsa ekan degan narsa. Shu tushunganlarni bu dinning to'ntaqlamida tushunmay, bu din bütün bizning hayotimizga chetilgan oilamizga, xuddi yotoq yetishimizdan boshlab davlat qurg'uvchilar bo'lgan. Hammasiga chetilgan, hammasiga bu dinning bir ko'rsatmasi bor ekanda, shunda bir mukammal din bo'lganda xalqning tushunchasi bo'ladi degan nima bilan shu din va hayot degan kitobni shunda unay kishilar bakjek bo'lsa zerikib qoldi hozirgi zaman. Qisqa qilib kishilarga savol javoblar qilib aydandim qilgan. Din ibodat degan nima, muomala qilasi, axloq degan qilasi, siyosat degan qilasi, ijtimoiyat degan nima. Demak, kishilarni bilishga tegishli narsani qisqa ayda qilgan. Shunga endi uni yaxshi sharhlanib ekan, yaxshi bo'lib ekan, daylak namoz kitobning 6-cı nusxası, en ahirgi nusxasını endi uni yaxshi bo'lib ekan. Qolgan kitobning hammasini ma'ni kirgizsam bo'lib ekan, ma'ni to'liq qilsam bo'lib ekan deb hozir to'liqlab kelagan. Insonninki bilim mashidi ekan endi. Hozirgacha siz axloq, muomala, ibodat haqida kitoblarni yozibsiz. Bundan keyin mundaq bir fikri asar yozishni o'ylab baqdingizmi? Ben bunu shu qo'limdagi hozir qo'limda bir asarlar bor. Mana bu tafsiri Muyassarninki ikkinchi qatam nashr qilinishi uchun yana boshdan oxir yana bir ko'ryotdik. Shuni bir ko'ryotimiz ba'zi ulamo qarindoshlarim bilan uni chiqaryapsam, Qur'on Karimning tarjimasini o'tgan yili bir bosgan, maqatim ikkinchi nashrga yana bu shu ulamolar birligidan 7-8 kishini maxsus ajratib, uni 40-50 kun o'tirib boshdan oxir ayni ko'rib chiqdi, fikrlarini berdi, uni bir o'ngishgan bo'ldi, texmi yani mukammal qilgan bo'ldi bir qator hamda. Her qancha biz mukammal qilsakmi, bundan keyin kelgan bizdan mukammal qildi. Endi bu ish shunda davomlashadi endi. Qo'limizdan kelgancha shunda qildik. Shuni qo'limdan chiqarib olsam, 10 tomlik bir o'zimniki bir tafsirim bor endi. Shu 20 yil bo'ldi shu radioga kelganimdan boshlab, 20 yil vaqtda men radioda ishlayapman. Kunimdan boshlab shu radioda anglatish uchun kunlarga tayyor qilgan tafsirni hozir uni 2018-yilda Qozog'istonda ashaniki Uyg'ur chiqib bo'ldi u. Endi bizningki o'zimizningki yoziqidagini hozirgacha chiqib qoldi. Shuni chiqarib olsam, uniki ko'nglimda ayda bir planlar bor. Muntaqilda fikri binasini shu to'g'rida izlanib, shu to'g'rida binasi yozilgan. Bu ilim elish, ilim tahsil qilish, to'xtni ügünüş haqiqatan bir taslish hamdi. O nurg'un savrchanlik talab qilgan, ijtihodni talab qilgan, nurg'un vaqt talab qilgan, zehn talab qilgan bir ish. Bundan boshqa asar yozishga o'xshash shunday bir jafoliq bir engakda hamdi. Siz bularni mushular markaziy nurg'un ishlarni ro'yobga chiqardingiz va hozir siz qilgan mushu ijtihodingiz va tirishchanligingiz hozirgi saviyaga qilgan. Ama siz to'xtab turib, bu unchalar jafo tortib, bu ishlarni qilmayman. Mana boshqalarga o'xshash yoki tijorat qilgan bo'lsam deb o'ylab baqdingizmi? Onun bir qissasi bor. Men shu chet elga chiqaman deb ayni tayyorlik qilib turgan vaqtida 86-yillar meniki bizniki cho'ng kuygan Acham Rabixonniki yo'ldoshi to'satdan bir savol so'radi-da mendan.
siz nima ish qilmoqchi chet elda dedida. İlim tahsil qilaman desam, men tabii sizni ilim tahsil qilgandan keyin nima ish qilsiz debdi. İlim tahsil qilgandan keyin yozaman dedimda, og'zimni shunday ichkatdi bo'lsa, ishonchim yo'q. Qal yezib boqmagan adam, qal yezib boqmagan adam. Salom xat yezishni o'rgangan maktabda, qo'saqda umat yo'q, lekin og'zim shunday ichkatdi. Desem, men tabii sizni ya Kuveytga ya Saudiyaga bir boy davlatga bir pul topaman deb chet elga chiqishdan fursatdan pul tepish uchun pul topaman demdi gitsam, bunda davatsi, uy yozadiganlarninki shu tulisi maddala hamda o'la. Onunki bir jiq bir qimmati bo'lmaydi, pul tepish kerak hayotda deb aytadi-da. Ana degan o kallam qancha tushmadi. Chunki nima ish desa, bir tarafdan uningga bak ishonchim yo'q, anda jiq bir pul tepib ketishimga. O'zimninki o'qisam deydigan qattiq bir qizg'inliqim bo'lganida men bir o'qay dedim. O bir sinov bo'ldi. Uni kelib bo'lgandan keyin Saudiyaga kelganda Qozog'istonda nayti yaxshi maoshda ayda ishlaydik-da, muallimlik. Masalan, uyimizning kirasi oylik kiroga $15, $20ning orasida. Bir qo'y elib, kesib sayohat qilsak, $10 ya $15 olib bir qo'yni. Ammo bizning olgan maoshimiz $500 maosh oldik hamda. Shunda yaxshi etdi. Shuni endi Uyg'ur radiosini taraqqiy qildirmiz deb meni chaqirtgandan keyin ash ishni tashlab qolib Uyg'ur radiosiga keldim-da. Kelganda men maosh shunda tuyan boshladi endi. 2000 riyaldan boshladi. 2000 riyal degan shu vaqtda menda odatda mundaqligi ishchilarning maoshi, ishchilarningki, ularning maoshi 2000 riyaldi. Ayda qilib boshladik. Shu jarayonda Ürümchida burun shu berish jarayonida tanishgan bir odam bordi, Turpanliq bir kishi bordi, mening yeshimda bordi. O kishi kelib, uning aşağıda nimasi bor? Bir şirketi vardı. Kaçıp uçan. Ben Saudi Arabistan'da bu şunun bir şöbesini kılayım. Siz bu şunun ilgi olan. Biz büyük gitmez. Bu da var işini taşlap kap siz mani kılgan bolsunlar dedi. Hemen inşallah baktım hem de. Bu da ben işini taşlama ettim, vazgeçtim. Onun adı da o 93. yılı okuş bitirip Türkiye arkalık Beijing'e verip, Beijing'den Vatenge verip, bunda kılvatla çıkmış katım katılsam, uçaklığı Merva'yı götürtken, Merva'yıdan İpek götürtken işken, bir katım kesek mesela $3 kim kaçıla peki bu son kımızı. Bilip de ertesi $6000 buldu, tenge bulattı çağı. Uçaklık bunda kuvvetle, dadamı hoşulup aynı desem, hay bulmakta bu işin, sen ticarette satkan boğan bolsan, senin visirge evetmeyle ticaret kılgan bolsan, işkimiz beyip bitettik mi ya da sen taşlıgan o işine onun ki, böyle biz o paylaş mühim emas. Sen okuğunu unutup kalsan qanday qilsa, bir qancha o'qitdim, seni bakağı o'qitdim deb bir açıqıldı da. Telefonda ayna desem açıqıldı, Ürümchida turib ayna desem, Keriyada turib açıqıldı. Shundan ondan voz kechgan. Ben Saudiyaga kelganda ondan voz kechdim. Tüven maaşından bo'lsin, açıq qalmadı. Muhtaç olib qalmadı. Hozirgacha men binasi yezib, bir adam bana kalem haqqı verib bakmadı, ben talep qilib bakmadım. Ama Qozog'istonda gazetda her shanba kuni bir maqola kelib bersam, bir haftadan keyin bana $15 bilan $20 atrofida nima keladi. Kalem haqqı o chog'da pochtaxona orqali avatib beradi. Pochtani ishimga akib beradi, maktabimga akib beradi, lipopining ichiga zil akib beradi. O chog' ashuna qanoat bilan yashaganman. Hozir mana 20 yilning ichida hech qanday bir narsa elib setib boqmadim. $1 bir narsa setib $2 qilib boqmadim. Lekin Allohga shukr, men eng cho'ng xushalligim mishada menga shu fursatni berib, Alloh maosh berib, menga maoshimni ektirib, shuningda shunchalik o'zimning yozadigan bir narsani yozaligim fursat berdi, shuni shukr deb qo'shilib shunga. Hatto bir kitobam chiqsa, menga bir yerdan shu bir xazina uchirgandek, yo menga bir yerdan o'ylamagan yerdan $10,000 pul kelgandek qo'shilib bir kitobam chiqsa. Shunchalik qo'shilib. O kitob chiqish nima qilgandim hamda, men unga hech qanday bir o'zimni bir ticaretçiye bay olmagan gibi maaşını yaşayotgan adam bo'lgan. Maaşını yaşayotgan degan dunyoning hamma yerida o'xshash hamda ara yetadi o'zingga. Anda bo'lganda kitoblarim tayyor bo'lsa, bunday ixlosliq ayda kishilarga men kitob tayyorlabdi, meni bosamsizlar deb qilsam, bosadi o'zi. Masalan, Alloh taolaning ism sifatlari degan kitob bugun chiqish kerak, yo erta chiqish kerak. Kitob tayyor avatib bersam, ayda besib, ayda tayyor qildi kishilar. Ashunga men xo'sh hamda ashunga, chiqirib bergan shuncha xo'sh hamda ashuning qo'lga. O jiq binasi bo'lsa, o saodat degan pul mol bilan emaskan, boylik bilan emaskan, saodat degan ko'ngildagi bir qanoatgan. Musho Alloh taolaning shu fursatni menga berganga
bilginimni o'tirib chiqara olganimga shuning xo'sh. Shuning bilan tijorat qilishni necha qatim shunday sinaldim, shunday nima keldim. Qilmadim. Shu o'zim o'qitdim, ham bir qancha yil o'qidim. Ko'p vaqtda ilm bilan pul ikkisi birlashamaydi ekan. Endi ko'ryapmiz, qarindoshlarimiz shu endi nima qanaqa qilib dunyoning tirikchiligi farishta bo'lmagan inson degan yeydi, ichidi, bolalarni beqishi kerak, anda bo'lgandan keyin jon beqish kerak, anda dunyoning ishlari bilan ishlash bilan bulab qilib, vaqt chiqarmagan qo'shiqda noyat jiq mo'l ilm bo'lsa, shu chiqarishga fursat bo'lmagan qarindoshlar bor. Shunda niyati yaxshi, ayda bir ish qilsam deyotgan, lekin fursat topamagan qarindoshlar. Ammo menga Allohning shunda fursatini bergan, shunda qo'y. Masalan, men radioda men shu nima bo'lib, bilim boshliq qilib ishlab keldim 2005dan tortib hozirgacha. Bu yerdagi ishlarim shu. Radioda qilgan ishim yarim soat, 1 soatning ichida. Ammo ayada 7-8 soat o'tiramiz. Qolgan ishda hamma o'zimning binasini yozaman, o'zim shunda qildim. O'tganda men shunda deb qo'ydim, bizning mudirimiz. Shu radioda men shunda mujda ishlash jarayonida mujda kitobni chiqardim. Shu radioning sharaf bilan deb u qo'shilib ketdi masalan. Shu radio bizning radiomiz uchun sharaf deb. Men uningdan xo'sh, endi menga fursat bo'lganlik uchun xo'shdan. Sizni tanıydigan qarindoshlarimiz var, men ularni tanıyman. Pat-pat endi sizning kitobingizni ko'ramizda biz. O'zimizning uydagi kitobxonaning ishkaplarida kitobimiz bor. Shu vaqtda dediki bizning o do'st qarindoshlarimiz, bu Muhammed Yusuf efendim hamam degandu. Bu kitoblarni qaysi vaqtda yezib, qaysi vaqtda nashr qilib bo'lganda haqiqatan bizni qiziqishimizni qo'zg'aydi endi bu ish. Siz hamamsiz. Endi odamda inson haradigan. Bir insonda bir plan bo'lsa, biz nurg'un ishlarni plan bilan g'oyani aralashtiryapmiz ekan. G'oyangiz nima desa, jannatga kirish deymiz ekan. G'oyangiz nima desa, shu asosliq bunda g'oyani plan bilan g'oyani aralashtiryotgan gap ekan. Shunga bu g'oya tamam, endi jannatga kirish bo'lsin, yaxshi ish qilib xalq xizmat qilib Allohni rozi qilish bo'lsin, işte bu g'oya endi. Ammo planda Manda qilishim kerak. Mancha yillik ya mancha yilgacha ya 10 yil ichida mani qilib qo'yishim kerak ya 5 yil ichida mani qilib qo'yishim kerak degan ayda bir plan bo'lsa yoki u cho'ng bir plan. Undan keyin masalan haftalik plan, kunlik plan deganga o'xshash endi bo'lsa, inson hamda isror deb qo'ymiz, turklar isror deydi, bizda hamda o'sha qattiq chin turib jahil deymiz, ma xotinning odamlari jahil deydi. Jahillik bilan hamda ayda turib ayda qilsa o'tgan gapga. Bo'lmasa uni qulamning kelgancha qilay endi. Qulamning kelgancha qilay. Qulam endi vaqtim yetmasa qanday qilaman desa hech qanday ishni vujudga chiqara olmaydi. Shunda men bir ishni planlasam, o'sha bir haftaning ichida mani qilishim kerak, yo men maqolani bir kun o'sha tamomlashim kerak desam, shuningga boshqa oilalardan ish chiqib qolgan bo'lsa, boshqa bir to'satdan bir ish chiqib qolgan bo'lsa, yo doktorga borgan ish yo bir ish chiqib qolgan bo'lsa, shu vaqtning o'zini uyqumdan biri uxlash shu kun azroq uxlab yoki shuni to'liqlab to'liqlab ketgan gapman. O qap qo'ymayman endi. Chunki qap qo'ysam chiq ziyon tortdim, nurg'un ishlarni kechiktirib qo'ydimcha endi. Men 1-2 oy bunday nimasiz, g'oyasizmi yashab baqdim. Bu g'oyasiz yashab baqqan chog'da hech qanday ish xo'sh yoqmayotgan. Bo'lsa bular qilgancha qilaman deb meni bekin zo'rlamagandikin, bekin majburlamagandikin, bekin mani qilib bo'lsam manchalik pul beraman demagandikin endi deb o'qitgan. Ammo o'zingga va'da berib, so'z berib, men mani qilishim kerak. O'zimga so'z bergan, o'zimni aldamasligim kerak degandikin, xuddi shu qusqon ichib qolgan bilanmi, chatiqim yo'q, kunning kechulab qolgan bilanmi, chatiqim yo'q, ayni kirishdi. Ayni kirish jarayonida bunda jafo bilan o'tgan. Bu hamda bu diniy xizmatga bir lazzatlik jafo ekanda, bu lazzatlik. Qanchalik jafo tasam, masalan, ko'zlarimning nuri ketdi deydi, nima ketdi, sochlarim tushib ketdi deydi. O'zim qilsa, mayli shu Alloh berdi, Allohning yo'lida ketsin. Boshqa ishlarga mi ketadi u? Kishilar boshqalarni bir tillash uchun 2-3 bet binasini yezib so'zni qamlashtirish uchun xil jaba tortib yozdi. Tillash uchun, jamiyatlarni yana sukash uchun xil binasi yozdim. Bundan keyin Allohning yo'lida haqni yetkazish uchun o mayli ko'zimizning nuri kessin, kechimiz kessin, jaba tortib ketaylik, nima bo'lib u hech qancha gap emas, u bir lazzatli bir ishga o. Men o'shaning lazzatini bildim shu ishdan. Ham o'zimga so'z berib, shu so'zimda turishim kerak deb aytdim. Buningki asosi o'sha dadamninki prinsipalligi. Prinsipli ching turish ayda nima chanda. O'zimizga so'z bergandiki, mayli bo'ldi, boshqa bir kim ko'rmasmi Alloh ko'rib turdi-ku endi. Shunda boshqalarga men deyishimdagi maqsad, men deyishimdagi boshqalarga ilhom olsin, shunda bo'lsin. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, millat uchun, din uchun bir ish qilmoqchi bo'lsa, chuqur uningda isror, johillik,
Aşı çın turuş buluş kerak. Kılıman şunda atıp aynı turuş kerak. Ama bilini şunda koyup versen bu dünyanın işleri tügümeydi. Ailenin işi çıkıdı. Turmuş helakçiliki bu çıkıp kep kalıdı o işte. Şuna iradelik bolsa Allah Teala aş işini caydı kıpırtken. Ve men yettekillâhe yec'allahu mahrecen. Allah'a takvalı kılsan Allah çıkış yolu kıpırdı deydi bu ayette. İnşallah Allah'ım hemmesi çıkış yolu kıpırtı. Ama senin iraden güçlük bolsa hemmesi caydı kılgılı. Bu tercümalığınızda Muhammed Yusuf Qarım dini jihatda o'tiralikni asos qilgan ilg'or fikr qarashga ega bo'lib, radikallikdan va cheklik muhit ta'siridan albatta yiroq degan gap meni alohida diqqatimni qo'zg'adi. Mushu bir gapni izohlab berarmisiz? Bu hamda ben şu Kazakistan'da aynı nimi yazdım dedim, makale yazdım dedim aynı. Allah Teala'nın konuşturuştum başla hem de aşağıdaki din namıdan doğan hurafetler, bid'atlar, aşınıqına hücum kılgan hem de. Hatta dikkatim bir makalamda mevlüt bid'at mı, ibadet mi da bir makale yazıp bu bütün mollaların hemisinden çişiri tekip koydum hem de. Kanda dese ya da şu mevlüt eyda bir baştan her qanday mahallede bir baştan qata hammalarning uyida mövlüt qutgan gapkan. Endi ular at desib bir qo'y o'ltirdi, bir qo'y kesib, mehmon qutgan gap endi. Agar qo'yi bo'lmasa, boshqalardan qarzilib bo'lsin, bir qildi endi. Shunday bir nima. Shunday bir sharoitda endi ular shuni qilmasak bo'lmaydi deb bolalarni och qo'yib, bolalarning qiyinchiligini qarib qo'yib, qarzib endi qildi endi. Hammasi yo'lsiz ishlandi. Shuni ular endi şunu yazıp, ben bilmem de o Mevlüt'ninki ulemalar ihtilaf. Niyetim bu Hicaz ulemaları durust deydi o, Mevlüt kılışını. Avu Necdi'nin ulemaları bid'at deydi o. Ulemalar ihtilaf olanda ki kasını kılsa eşim bulmaydı. Lekin anda ayet halkının üstüne bak cevap olabilir bitti. Şunu yazganın bu nimeler bütün şu Məşidin imamlarından takip üzünü molla diğerinin hemisi karşı çıkan oldu. Şunlar bizden Uygurlardan Məşidin imamından birisi şu Kazakistan muftisi uçağda Almatı payitahtı o 98. yıllar Almatı payitahtı. 99. yılda Astana'ya götürülüp gitti. Uçağda şu muftiga çekipken o mufti bir hutbe sözler Muhammed Yusuf diyen kim ki o mufti mi ki ya ben mufti mi ki? Demiş ki onda fatva verdikken. Dep ben sotku verdim bunlara dep aynen keyin Yoldaş Azamatov şu Uygur Avaz getirdim benim makalamı baskan kişi şu Uygur Avaz'ın baş muharriri o adam milletvekillendi. Şu devletin içinde itibarlı bir adam hem de uçak. Bir gün telefon kuttu. Uşda nima mufti ayında qilib yurdi. Siz xotirjam bilan hukm hech kim qilolmaydi bizma. Siz yezib yuramiz yozgan narsangizni qo'rqmang undan deb ayda dedi. Bilen o mufti başkalarına depti ben ikkilerini sot koyadım Muhammed Yusuf bilen Yoldaş Azamatov'na sot koyadım onu bizimki dinimizni buzib oydanım qildi deb qildi. Bizme küçükünü üzem qo'qsama adamni qo'rqmang dedi, yani bo'lsa bo'ladi dedik. Ondan keyin o adam o mufti 6 oydan keyin o muftini tushib etib, men ishlagan shu yeza shu Keriya naischilik baka isikiga shu isiki imom qilib qo'ydi. Benim mektubumdan qaytki mishki imam qilib qo'ydi, men qishim qaytib qo'ydi o odamni. Şimdi onun tehditlerini hemiz yo'qlab ketdi. Yani şu çağda ben nurgul adamlarninki nefretini qo'zg'ab qo'ydan mayli to'g'rini har qanday yerda demaymiz-kanda yo'li bilan deymizkan. Endi u chog'da biz yosh endi keyin men haqiqatan Qozog'istonga borsam baliq deyman. Menga o'xshash zarbiyat bunda tecrübe elip anda qilmay, mening tecrübemni elip sizlar hozirdan boshlab jamoatning ochiqligini keltirgan ish qilmay, bid'atga qarshi tursanlar, bid'atning o'xshigan yaxshi bir sunnatni meni aklab, mani qilayli, mani o'rniga silliqli qilib mani almashtirsak bo'lgan deb qildim. Masalan, shu mavlud nima deb men shu chog'da qarshi chiqqan bilan keyin o kishilarga shuni bilib, o'zlarining xatolikni shu mavludlarga qatnashib, nima degan? Bunda rasmiy bunda mavlud qilamiz deb nima qilmay, to'xtanglar, islom bu shu mahallada mavlud qilmoqchi ekan. Biz sizden birlik qilayli, Rasulullah'ın tarixini, sahabelerinin tarixini o'qib chiqaylik shu kuni deb o'qib chiqdik. Boshqa yerga o'rnidan turib Rasululloh keldi deb salom qilib, o'rnidan turib bunday qilgan ishni qilmay qildik. Keyin odam bu yaxshi ishgan deb meniki ashad chiqargan kitoblarini Islom aqida degan kitob, Islom aqidalarini, islomlik oila tuzum degan kitobni shu kechasi biz barat kechalarida tunab shuni o'qidik dedi.
Keyin odamlar tushunib qoldi, meni hozir tushunib qoldi. O chog'da o'g'lim shunda qolib qo'ygan, hatto namoz kitoblarini, aqida kitoblarini Istanbuldan kelib ekan, mechitlarga taqitimiz deb aytdim bo'lsa, bu vahobiyning kitobini biz o'qimaymiz deb qaytarib etgan shu chog'da. Keyin odamlar tushunib uni bunday ekan. Men keyin nima qilib, shuni ular endi bu yerda anda yezisdiki nimaman-da, uningga biz o'ttir hollikni tutgan bo'ldik. Qattiq, ammo aqidaga kelganda aqidani hech qanday tanozul qilmaymiz, ta'viz bermaymiz aqidaga kelganda endi. Aqidadan ta'viz bersak iymon ojizlashib qoldi. Ammo amal ibodatlardagi bunda nimalardagi bid'at ishlarni shuning o'rniga yaxshi sunnat bo'lgan birini tepib berib, ana asta yo'q qilish. Ana ma qilganing xato. Har qanday odamning qilganing xato desa, u 100% qarshi chiqadi. 199% emas, 100% endi. Qilganing xato desang endi. Shunga qilganing xato demay, ma ishdan ma'ning qilganingizni ma yaxshi. Ma'ni qilaydi. Shuni o'rganib oldim. Uningga yozgan narsalarimda, yozgan narsalarımda so'zlasammi, ashunda mo'tadillik, o'ttirg'anlik, kishilarni qachirib qo'ymayotgan, jalb qilgan ishlarni o'rganib oldik. Shuni degan bo'lishi mumkin ashada o'ttirg'anlikda. Radikallik, tashaddud yo'q va passivlikmi yo'q endi. Shu nimiz o'ttirg'anlik bilan tutuqlagan. Yüzsüz bu Türkiye yoki boshqa davlatlarda, bu Türkiye'de diniy kitoblar chiqyotidi. Undan keyin shu o'smirlarimizga, farzandlarimizga va boshqa qarindoshlarimizga qarata bir diniy xizmatlarni olib beryotidi. Sizcha chet elda olib berilayotgan bu diniy xizmatlar yetarlikmi yoki umumiy ahvoli qanday sizcha? Diniy xizmatlar yaxshi bo'lyotidi, endi bolalarni tarbiyalab, o'qib yaxshi qilyotidi. Ya'ni biz shu ikki narsaga bakrak kuchsak yaxshi bo'ladi. Shu Uyg'urlarimizning o'zining ona tilini, urf-odatlarini unutib qolmasligi, o'zining dinini sap manbadan elish, sap to'g'ri Qur'on hadisininki ko'rsatmasiga to'g'ri ketgan manbadan elish. Endi bu yerda Turkiyada tamamen shunday maktabda chiqqan hammasining o'z oldiga shunday sistemalari shunday bo'ladi ekan, yaxshi o'qib yetib turmoqdan bag'anda men ba'zi madrasalarni ziyorat qilgan bo'ldik. Ya'ni shuningga birlashtirib hamda shu Uyg'ur tili darsligi, Uyg'ur tili o'qishligi nati jiq bo'lib, mayli Qur'on kursi olsin, hammasi shuni o'qitib, Uyg'urlarning tarixini endi uni xil o'qitayotgan bo'lishi mumkin. U tayyor materialni xil chiqqan. Uyg'urning urf-odati, endi Uyg'urning tili, Uyg'ur tili. Bu narsani biz uyimizdan boshlab anda qilmasak, maktabga avatib bo'lgandan keyin uni qo'shimcha o'qitaman desak, u ber bakar gap. 6 yoshgacha u shakllanib ketgan. 6 yoshgacha onasining qishda bo'lgandan keyin bola o'sha bir onalar qo'llanmasa deydigan bir narsa chiqish kerak menimcha. Onalar dadama jiqbali bilan bo'lib bo'lmaydi. Ya'ni onalar o'zining ona tilini, o'zining urf-odatini noyatibak muhim gap endi. Shularni billa. Chunki bizning urf-odatimiz bir islomga zid ketgan urf-odat emas. Biz shu urf-odat milliy an'anamiz bilan islom axloqimizni jipslashtirib birlashtirayotgan millat. Shunga 81 yomon deyotgan bir nima bor. O'tganda bir o'qib qoldim. 81 yomonning hammasi tekshirib Qur'on hadisini chiqadi shu. Anda qilsang yomon, bunda qilsang yomon, o't arisang yomon, busug'ida o'tirib olsang yomon, g'ayvat qilsang yomon deganga o'xshagan gaplar bor. Hammasining bizning dinimizning asosi bor. Demak, birlashib ketgan gap. Bizda boshqa millatda bo'lmagan alohidlik bak chiqandi. Shuning hammasini bolalarimizga o'rgatib aytib qilsak, bolalarimizni o'zini kamsitmay, bizning nurg'un afzalliklarimiz va bundan millatganmiz deb bo'yin ustun bo'ladi, ham o'zining tilini bilib, o'ziga mansub qila oladi. Masalan, shu Saudiya Arabistonda Uyg'urning bolasi bo'lib tug'ilgan, ammo bir eg'iz Uyg'urni bilmaydigan, shu Uyg'urlarniki xizmatni qilsam bo'ldi deb qurultoylarga berib, yig'inlarga berib, qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Ammo ashlar bir eg'iz gap qilib, manfaat yetkazgan bir eg'iz gap qilolmaydi. Qatnashadi, shukran deb keladi. Hech qanday gap qilolmaydi. Tilni bilmaganligi u millatga xizmat qilolmaydi ekancha. Biz shunday kassak, shunday ketaversak, bu millat Turkiyadagi bolalar turk bo'lib ketadi, Yevropalik bo'lib ketadi, miyadagi zaten arab bo'lib ketilganda, uning oyati tugab ketsa, chet eldagi o'zimiz tugatyapmiz. Shunga biz o'zimizning tilni, ona tilini o'rgatish, urf-odatlarimizni o'rgatish juda muhim. Siz zaten uzun yıl yaşadınız, Türkiye'ni gördünüz, Kazakistan'ı gördünüz, Suudi Arabistan'ı gördünüz, Mısır'da okudunuz, kısacası Müslüman memleketlerine çık bağdınız, Uygurlar yaşayotgan çık rayonlarını, çık devletlerini gezdiniz. Sizce Uygur halkı dindar mı? Uygur halkı
Uyghur halkı dindarmı desek bu qiyin masala endi. Uyghur halkı dindarlık bunda shakllangan bizda. Şu 16. asrdan keyin ana çöküş devri boshlangandan keyin musulmonlarda islomning jihozi qolgan ibodatlarning haliqim nimasi qolgan keshdiki shakl qolgan. Endi har qanday narsaniki ruhiy muhimda. Masalan, yo'ldagi kishilarga aziyat beradigan narsani evitish imonning jumlasini deymiz shunda ama aslida gap u bir taqishib qolgan narsani evitishning o'zi iymon emas. İman degan ruhiyatga munosabatli qalbda ishlayotgan narsa, qalbdagi narsa. İmanning ifodasi avo. Ana o'g'anda ruhiyatda insonlarga ziyon yetkazgan ishni men har qanday narsa bo'lsa insonlarga ziyon yetkazgan narsani men nerede olsa evetishim kerak, insonlarga foyda yetkazgan ishni qilishim kerak, ziyonni to'sishim kerak kishini deydigan bir ruh bor. Shu ruh imonning jumlasidan degan gap. Shu ruh bo'lish kerak. U ruh chiq odamda yo'q, teshdiki nima degani? Teshdiki ifodasiga qara olgan. Mesela istikomat desa, kishilarning aqliga nima keldi? Joy namozda o'tirib tasbih so'rab, o'tirish, Qur'on o'qish, nima qilish, tamam bu yaxshi. U ishidagi go'zallikning bir ifodalanishi avo. Ama ishidagi go'zallik bormi shu? Ani ko'rish kerak avval. Xuddi mevaning postini meva deb olganga o'xshashli gapda endi u. Ichi go'zal bo'lsa, tashqi shu chiqadi endi. Shunga bizda hozir shunday İstanbulda shunday ekan, vatanda keyin o'qitishga yo'lga qo'ydi deyildi. 2010 yilda texnik kamchiliklar bo'lib, o'qitishlar bo'ldi. Hammasi postidan ichiga o'tib ketolmaydigan. Dinning postini o'qib, haqiqiy ruhiga yerlashib qolmoqda. Bizgina emas, boshqa musulmonlar shunday. Shu Alloh taolaning yordami kelmagan bo'lishi mumkin deyman. Shu ruhiga o'tib bo'lamiz dedingiz. Ruhiga qanday o'timiz agar bunday bir sizce bunu o'ylab baqdingizmi? Qur'on Karimda tafakkur qilinglar deydi. Tafakkur qilib oyatlar bor. Qur'on Karimda kelgan amr farmonning hammasi farz. Namoz o'qing deydi, ro'za tuting deydi, zakot bering deydi. O farzni zaten farzlar qilishindami? Ammo tafakkur qilish, o'ylash, Qur'onning ma'nosiga yetish, dinimizning asosiy maqsadini tushunish, bunday narsada kishini ichkirlab o'qimay asaq binasini bilib qolib, bu diniy bilim deganning kichikina bir internetning ikki oyatning tarjimasini bilib olgan odamlar chiqib so'zlayverdayna. 40 yil o'qigan odam so'zlayverdayna. Balki 40 yil o'qigan odamdan bir 2 soatning ichida bir oyat bilan hadisning ma'nosini bilib olgan odam texnik gapdan, texnik nochi gap qilgan bo'lishi mumkin. Ezib ketdi, xato gap qoldi. Endi bo'lsin ashunda qarindoshlar bo'lsin dinni yetkazsin ayda, lekin o'qish kerak, bilim o'qish kerak. Mag'rurlik jiq bizda musulmonlar desa, mag'rurlik jiq, o'zimizning mag'rurlik qilib ishimizni o'qish kerak, bilim o'qish kerak. Diniy kitoblarni emas. Masalan, endi hozir bizniki vatanda chiqqan kitobni bunda diniy kesindagi deymiz endi. Qarindoshlar bu xususan ahli ilmlar vatanda chiqqan kitobni komilsin kitobi deb o'qimaydi. Ammo yaxshi kitoblar bor. Chet elda chiqqan bizni chiqqan bunday kitoblar bo'lsa, Talibchaqning kitobi deydi. Bizda Talibchaqning kitobini Uyg'ur yaratmaydi. Qanday kitob o'qiydi? Arabcha o'qiydi. Bu arabcha o'qib tamam. Arabcha o'qib, endi arabcha o'qib, dinning ruhini tushunib, ashuna xalqqa tushuntirish uchun bizning xalqimiz arab bo'lmaganligidan Uyg'urcha qanday tushuntirma shu xalqni o'ylanish kerak, buni xalqqa tushuntirish kerak, xalqqa bildirish kerak. Shu o'zimizning tili muhim. Yana biri o'qigandimi bu dinning ruhini haqiqiy shu ruhini tushunishga tirishish kerak, tafakkur qilish kerak. Qur'onning lafzini emas, Qur'onning bunda ma'nosini yuzaki emas, tafakkur qilib kerak. Tafakkur desak bu cho'ng bir mavzu, uni boshqa bir program uzrab ketadi endi. Shuni tafakkur qilish kerak, o'ylash kerak. Burunqilar 3 qit'aga hokim bo'lgan musulmonlar qanday yashayapti ekan? Masalan, shulardan o'rganish kerak endi. İşçi endi buningda endi bir boshlanish, endi tafakkur kallamizni silkib etish kerak. Bu Qur'on Karimda payg'ambarlarning qissasi so'zlanadi. Amaliyotda Qur'on Karim bir tarixdan ma'lumot berish emas, payg'ambarlarning ish harakati orqali, gap so'z orqali, ruh orqali, axloq orqali dal shu insonlarga bir ruh yetkazmoqchi-ku. Boshda tushunsak bo'ladi buni. Masalan, deyli, shaxsan men odatdagi bir o'qirman bo'lib sifatim bilan Shoyib alayhisolamning sabrchanlik ruhini, İbrahim Aleyhisselam'dan dağıtmayarlık tefekkür kılgan ruhunu, Peygamber Aleyhisselam'dan bütün mesuliyet ruhunu, Musa Aleyhisselam'dan zalimi karşı ruhunu, şu dakika, gel aşı ruhdan devatısınız hazır. İsa Aleyhisselam'ın severcanlık ruhunu. Demek aşı
Rasulullohning hammasini shu Qur'ondan nimishqa bizga zikr qildi shuna. Qur'on siz deganda tarixni so'zlab turgan kitob emas. Shu tarixni tafsili so'zlamaylik. Kerak bo'lgan ibrat bo'lgan yana deglik. Şu aşağıdan ibret alsın noktasında. Ama biz burada okuyup gidin mesela Resulullah'ın tarihinde ise Resulullah mançıkatım cihatga çıkan mançıkatım gazat kılan. Burunda da Resulullah'ın gazatlarını üretken Resulullah'ın güzel ahlakı, muamelesi, cemiyetteki terbiyesi, ailesi terbiyesi, ma gapni çıkılmay, mançıkatım gazat kılan, mançıkatım cihat kılan, şunu göz tutkan. Resulullah'ın fakat uğraşçı, cangçı kılıp onu gösterken. Bu Resulullah'ın bir terbiyende avol. Ama nurgun muhim tarafları var. Şu Kur'an Resulullah'ını ilmala menavatkan Kur'an deydi. Menavatkan Kur'an. Kainat gep kılmaydigan Kur'an ve Kur'an sözleydigan kainat deydi. Hemmesi Allah Teala'nın ayetleri. Kainat Allah'ın ayetleri, alametleri. Kur'an Allah'ın ayetleri. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın tercümanı ve Kur'an'ın canlandırılgan bir nüskisi. Tarixini o'qigandan ashundaq yerlarni oyatlarni biskil bo'lgan munosabatli masalan qissalarninki keltirgan joylari shu obdan tafakkur ayda qilgan bo'lsak dinning ruhini tushuna olamiz endi. Biz dinning ruhini tushunishga muhtoj. Sizningki hamda haqiqatan bir kunlik hayotingizga bir qiziqimiz hamda. Siz bir kunlik hayotingizni qanday o'tkazasiz? Men işte kunlik hayotimda plan bilan nima qilaman? Plan degan dünyada insan balıska tez görüyordugan, yaman görüyordugan bir işken. Ben bu tecrübe kılıp, üzerime tecrübe, ballarıma bu tecrübe kılıp küreylik. 60-50% planla emel kılalsak, çok yapken deyimiz hem de. Mesela plan, saat mançıda bunda kılma, mançıda uklayma, bunda kılma. Planım uklayarlar. Hatta bunun işki çaplap koyattım ballarım kuma. Yani onunla %100 emel kılan adam yok okşaydı deyim hem de. %100 emel kılıp olmakken 50-60% emel kılalsak, şunu koy. Şükür deyimiz, hem de Allah'a şükür deyimiz. Lakin ben şu plan bile ketiylik, plan bile kılalım. Her kadar bazı vakitte aynı tuyuksuz bir işli çıkıp kalıp planın bozup gelse, şu günü ben de bir xil şu köngülsüzlük olgandek bir tuyuludu. Her günü üzerinden işleri planlık mansa, bu günde nayet cık bir işini kılıp aldığında hoş olma üzerinden hoş kılma. Hem o günün bereketlik tuyuludu bana. Aynen. Demek aynen. Plan tüzüş gereken insanlar planını yaxşı görmeydi. Plandan kaçırdı. Lekin plan tüzüp 50-60 emel kılsanı değil. Plansız kılgandın, planla kılgan yaxşı değil mi? Ha bunu diken %100 akıl 70-80% akıl olsa mı yani netice. Ama plansız kalaymakan yaşasan bunun bereketi olmaydı ya. Bu işten bereketi olmaydı. Siz bu hayatınızın ne bilen hoşalık tapısınız ya? Hayatınızın kıymetini kanday his kılsınız? Hayatımda şu hoşalık, bilgen nersemne yeni bir nersini anlasam ya ki Facebook'ta yer dedim. Yaxşı bir Kur'an doğrusunda bir ayetin doğru ma'nosini bilib olsam, bir hadisning yaxşı bir ma'nosini bilib olsam, yaxşı bir duoni bilib olsam, boshqalar shuni bilsa bo'ladi deb shuni yetkazishga tirishman. Bu bana bir hoşallık. Derishdan hoşallık his qilaman. Yana biri bay degandek bir kitobdan chiqsa, bir kitobdan nashrdan chiqsa, shunda hoşallık etaman. Men cho'ng foyda bo'lganda. Ama men moddiy jihatdan hech kim kelmaydi men bundan. Moddiy jihatdan hech kimsi yo'q. Lekin ma'naviy jihatdan shuncha ko'nglim xo'sh. Yani saadet degan shu, saadet degan odatlarga sirtdan kelmaydi. Saadet o'zimizda. Nurg'un odamlar uni chiqara oladi. Nurg'un odamlar shu tugining ustida yurib, tugi izlayotgandek. Ben Saudiya Arabistan baga vaqtimda nurg'un qarindoshlarimizni ko'rdim, nurg'un chet elliklarni ko'rdim. Ama siz bilan albatta uchrashdik, ko'p g'amxo'rlik qildingiz. Dal shu vaqtda men sizningki shu kiyinishingiz alohida diqqatimni tortdi. Chunki siz boshqalardan farqli kiyinsiz. Ya'ni u farqli kiyim dal Uyg'urcha kiyinsiz. Nimishqa? Ben ham shu kichigimdan tortib shu o'zimningki Uyg'urliqim, o'zimning shu vatanda chog'da shunday kiyinib yurardim. Madrasaga borgan chog'imda shunday kiyinib yurardim. Galastik taqamaydi-ku, endi u yerda galastik taqayotgan nimaga bu kichikdik endi. Lekin ayda ratlik ayda kiyinib nima qilardim. Misrda shunday boshqadim shu o'zimningki Uyg'ur shaklim bilan, Uyg'ur kiyim yurishim bilan ashlarni o'zim yaxshi ko'raman. Ahırda siz qimmatli bir ustozimiz, olimimiz, qarindoshlarımizdan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan yoki nimalarni tavsiya qilasiz? Qarindoshlarda ham bir plan bo'lsin.
G'oya da haqiqatan odamda g'oya bo'ladi. Ammo u g'oyaning o'zi plan emas. Bo'lishi kerak. Uzun vaqtlik plan, qisqa vaqtlik plan, undan qisqa plan deganga o'xshash. Har qanday ishni planlab qilsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning halaqi amallarning eng yaxshisi davomli bo'lganda az bo'lsin deydi. Bo'lsa tama ko'ltular deganga o'xshash. Planlıq bir iş baksa çoxum aşınınki nəticəsini gördü. Yəni hər ətdigini aşı tuğa vaxtıda, onun tuğa vaxtıda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Elhamdülillahi'llezî ahyana ba'de amatana ve ileyhin nushur" deb aytganda bizni şu kichik o'lim uyqu bilan o'ldirgandan keyin tirildigan Allohga shukr bo'lsin va Allohning dargohiga qaytamiz. Aşı shukrni og'zimizni mundala deb qo'ymay neçə qadim elhamdülillah deyimiz mesela bir günde. Neçə qadim his qılmay deyimiz. Aklımız başqa turdu. Ama elhamdülillah degəndə aşı resmi şu düşümüzdə bir qorxuncida bizni bir iş qoğulayotgan yoki bizni öldürüyotgan deb pichoqli qo'g'layotgan, aynında qo'rqinchida o'ynayotgan taq o'g'inib hani bo'lsa tushunga ya rost emaskan deb bir qo'shilamiz ya. Allah elhamdülillah deb va ishimizdan chiqib elhamdülillah Allohga shukr tamam Allohga shukr degan elhamdülillah o'z eynisan. Allah'a şükür diyen gapni chin dilimizden çıkarıp aş bir xoşallık his bilen, aşı saadet bilen etdiganda o'rnimizdan qopsak. Biz hech ishimiz yo'q, kambag'al bo'lsakmi, tinimizning saq bo'lganligidan tortib, bizdagi Alloh taolaning ne'matlarini shunda o'ylaydigan bo'lsak, biz haqiqatan tushidan qo'rqib ketib, alhamdulillah degan odamga Allohga shukr degan odamda shukr qilalaymiz shucha. Ha, mana bunda katta ne'matlar bor ekanda. Ashunda bir shukr bilan o'rnimizdan turib şu xoşallık bilen hayatga icabiylik bilen ayında baksak, aşı günümüz nayet bereketli ötüdü. Tecrübe baksak bunu dendi bunu. Bununla boy buluş ketmeydi o, ilim ketmeydi bununla, alim buluş ketmeydi, ziyade buluş ketmeydi. Her kandak adam kılalaydıgan bir işlem bu. Her kandak yok adamın var mesela bir adam kayıpkan yitip gitti, ayğamını almıştırıp ayğam konurup gitti diğer adam iki putu yok adamınki külüp oltuğuna karar. Hicil olurdu mesela. Hemen kayıpkam yok da ben şikayet kıladım. İşte kutu yok adamla külüp Allah'a şükür kılıp. Ne oldu dedi mesela. Küçük bir misal hem bu. Şu an biz Allah'ın nimetlerinden yüzümüzden oylayılan olsak acayip çık nimet. Acayip çık. Aşına hemen oylaganda yine kadar düşündüğün oğlandan adamdan hoşlanıp aşına oylasak. Allah bizim hemen de bir ama bilmektim ya onu his kılmak bilmiyormuştuk. Aşında his duygulan tutsak onumuzdan. Aşı günümüz nihayet hoşallık. Muamele kılgan adamga yaxshi muamele qilamiz ekan, oilaga yaxshi muamele qilamiz ekan. Chunki bizning ruhiyatimiz kunni suzuk va ijobiy bo'lib chiqdi. Ammo ishda g'am qayg'u bilan, nima bilan aylanib qilgan odam o'ziga ziyon yetkazdi, boshqalarga ziyon yetkazdi. Izgürmeler, biz bugünkü programımızda iştahatlık alim, molusulluk alimimiz, qarilik makamından alimin makamına yetken Muhammed Yusuf Efendi bilen ma'lik söhbət ötküzdük. Muhammed Yusuf Efendim sizin köp rahmet. Sizge köp rahmet, Allah razı olsun.